Tak, endi bugungi darsimizni ham boshlaymiz. O'tgan safar biz ma'lum bir kirish qismida o'tganmiz. Umuman instrumentlar bo'yicha darslarimizni davom etkazyapmiz. Va kichkinagina obyekt yasagandik. Mana bu obyekt yasalgan sodda obyekt bu. Bu shunchaki boshlanishi uchun bo'lgan loyiha xolosda. Так, первый этаж и второй этаж bizda hozir shunchaki pustoy qoldirildi bo'ldi. Tepadagi implanimiz bor, tomlarini yasab olganmiz. Endi bugungi darsimizda ba'zi bir murakkab elementlar bilan, umuman tom yasash bilan chuqurroq ichiga kirib bormasak bo'lmaydi. Demak, o'tgan darsda biz faqat mana bu oddiy tomni o'zini yasaganmiz xolos. Endi bugungi darsimizda sizlar bilan murakkabroq bo'lgan tomlarni ham yasashni ko'rib chiqamiz. Demak, Sazdat yangi papka ochib olamiz. Archviz Air 2024 shablondan foydalanamiz har doimgidek. OK deymiz, bo'ldi. Tak, bo'lmasa boshlaymiz. Endi bizda первый этаж bor edi. Первый этаж qaytib olamiz. Va sizlar bilan xudo xolisa bugun biz tom yasash mavzusini chuqurroq ko'rib chiqamiz. Bizga namuna kerak. Misol uchun aytib Google qatadigan bo'lsa, bizda tom uchun har xil namunalar topberadi. Aytaylik roof, tak, roof yozaylik. Roof modeling in Revit. Silkasi bormi? U kanal bor u tepada. Tak, hozir nega bunaqa? Silkasi bormi? Управление канал. Копируют. Bollar. Tak, qaytadan boramiz. Bollar mana shu silka bo'yicha kanalga o'tib olinglar. Ko'pchilik kanalga o'tmagan ekan haligacha. Yuqorida gruppa bilan bog'langanda, post tashalganda, tak, owner ustiga bosganinglarda kanal o'tib ketadi-da shunchaki. Mana bu linkni ham tashlab yubordim. Link bo'yicha kanalga o'tib olib dars kuzatishimiz kerak. Tak, bo'ldi. 1 daqiqa. Kanal topib olishmaganlar bor ekan. Tak, kartinka ochib olamiz. Ovozlarni yoqamiz. Bo'ldi. Ko'payishib qoldik. Demak, tom modelini yasashimiz uchun bizga har xil namunalar kerak bo'ladi. Umuman tomning har xil variantlari borda. Tak, mana bu yerda turli xillari bor ekan, lekin juda oddiy variantlar kelib chiqdi-da. Atagi umuman emas. Lekin mana bu yerda ba'zi bir variantlarimiz bor. Bizga o'rtacha standart holatda kerak. Mana bu holatda biz tomlarimizni alohida yog'ochlari bilan ham ishlab chiqamiz sizlar bilan. Tak, menimcha namuna yuqorida bor edi. Mana ko'rishlari mumkin, rasmiy ham bor. Bu Balkan Architect tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu yerda tomlar yaxshi tanlab olingan. Har xil turdagi murakkab modellar ham ichidan topiladi. Tak, yangi ko'ramiz desak, mana bu yerda ham bor-da, shunaqa variatsiyalar berilgan alohida ko'rishimiz mumkin. Atak namuna ko'p bu yerda. Menga yoqqan mana bu variantda. Juda qiziqarli ishlangan fotosurat. Tak, buni rasmini saqlanib qolamiz. Рабочий stolga saqlanib qoldim. Men sizlarga hozir buni tashlab ham qo'yaman har ehtimolga qarshi. O'zingizlar uyda sab ko'rishinglar uchun albatta. Tashaldi. Tak, endi davom etamiz. Bizga kichkinagina devor kerak bo'lganda shu tom sathini solishimiz uchun tepada rakab olamiz va o'rtaga devor yasaymiz. Mana bu koordinat to'qimizga muhim emas-da, olib tashlaymiz. Direkt boramiz bo'ldi. Endi tak, bizda kengligi misol uchun 8000 bo'lsin deymiz. Enter bosamiz. Buni kengligi bor. Keyin bunaqasiga pastga qaraydigan bo'lsa, misol uchun 3300 ga pastga tushsin dedik. Atak sal zo'rroq olsak ham zarar qilmaydi to'masash uchun-da. Endi buni tanlaydigan bo'lsak, bu birinchi qavatdan ikkinchi qavatga bog'langan ekan, yetarlicha bor. 3Dga qaytib olishimiz mumkin mana. Menga ortiqcha elementlar shart emas, o'shaning uchun pastga tushaman-da. Mana bu yerda bazaviy stena bor-da. Oddiy kissali variantda berilgan, faqat buni men talshinasini 400 qilib olaman. Bularni o'zgartirishni biz o'tgan darsda ko'rdik. Ya'ni izmintiv bo'lmaga o'tib, ba'zi bir misol uchun materiallarni yoki shunga oid bo'lgan elementlarni o'zgartirishni ko'rdik. Ya'ni tanlangan obyektni xususiyatlarini o'zgartirishni o'tgan dars mana bu bo'limda ko'rib chiqqanmiz. Ideal chiqilib ko'ramiz, shunda ko'p narsa bor hali. Mana ko'rishlar mumkin, devor yasab oldik. Endi menga tom kerak-da. Tom uchun namuna tanlab oldik va buni yopiq kanalga va yopiq guruhga yuklab qo'ydim. Endi bizga rasmlar kerak. Rasmlarni men hozir ochib olaman. Tak, har ehtimolga qarshi bizga planda ham o'sha rasm ko'rinsin desam nima qilish mumkin?
Planda rasm ko'rinishi uchun shunchaki biza rasmni birinchi topib olishimiz kerak. Qayerda edi rasmimiz? Mana rasm. Tortib olib kirish mumkin shunchaki. Bu birinchi varianti. Bu juda oson. Planga olib kirish yo'li mana shunaqa. Lekin biza 3D ga kirgan bo'lsak 3D vidda ko'rishlar mumkin. Rasm yo'q o'zi. Rasm ko'rinmay qoldi-yu. Birinchi qavatda rasm bordi, lekin 3D vidda ko'rinmaydi. Bu rasm ikkinchi qavatda ko'rinmaydi. Ya'ni siz qaysi qavat bo'yicha ishlayotgan bo'lsangiz va qaysi qavatga birorta element olib kirsangiz, qolgan vidlarda ko'rinmaydi. Asosan rasm masalasida modellar ko'rinadi, muammo yo'q, lekin rasm faqat qaysi vidga olib kirilsagina o'sha vidda ko'rinadi xolos. Endi menga misol uchun rasm bo'lganda 3D vidda ham, boshqa vidlarda ham ko'rinishi kerak-da. Bizda har xil yo'llari bor, lekin eng yaxshi variant mana bu. Lekin yana bitta plyus tomoni bor. 3D vidda ko'rinishi uchun biza birinchi navbatda pol, ya'ni bo'lganda tekislik yasab olishimiz kerak-da. Rek bilan rasmning ustidan chizishim mumkin. Mana rasmning o'zining aniq razmeri bo'yicha-da. Okay deymiz, perkitya borda. Tortishim mumkin. Bu rasm boshqa, perkitya boshqa, razmeri bir xil ekalasini ham. Endi mana bu perkityaning ustiga men rasmni tushirishim kerak. Tipa decal sifatida tushirishim kerak-da. Onun uchun nima qilamiz? Site bo'limi bor. Site import zapper degan bo'lim bor. Bizda bu import zapper AutoCAD-dan kirish uchun import har xil variantlarimiz borda. Import изображение bo'limi ham bor. Tanlashimiz mumkin va birorta rasmni olib kirish mumkin mana bu holatda. Lekin decal sifatida olib kirish uchun decal degan bo'lim bor. Va razmsiz decal tanlaysizlar. Endi savzat qilishimiz kerak yangi tip proyekt uchun deymiz. Savzat qilamiz. Новый decal. Misol uchun 111. Okay. In source manbani so'rayapti. Tanlaymiz. Bu qayerda edi? Bu рабочий stolda ko'rsatilgan alohida faylimiz bor. Default JPEG tanlab olamiz. Открыть bosamiz. Bo'ldi. Olib kirildi. Endi OK bosamiz va biror bir tekstlikning ustiga borgandan keyin element ko'rinadi. Buni ko'rishlar mumkin. Rasm bor, tanlaymiz. Tushadi hozir. Tushdi lekin ko'rinmayapti-yu. Endi hisob qilasizlar, decal bilan ishlaganda decal odatda mana bu script line yoki detonirованный boshqa vidlarda ishlamaydi. Bu faqat men bu yerda bizda tekstura bor. Bunda ham ishlamaydi. Lekin men pastda realistic degan bo'lim borda. Faqat mana shu bo'limdagina ishlaydi xolos. Tushunarlimi? Buni ko'rishlar mumkin. Tipa bu testoviy render qilgan yoki klientga shunchaki holatni ko'rsatmoqchi bo'lsa edi, qanaqadir bannerlar berish mumkin-da. Umuman olganda o'sha zakaz bo'lgan, interyer ishlanganda biza Maxda vaqtimiz kam edi. Maxda ishlashga unaqa vaqt ko'p emas edi. Juda katta zdaniya, to'liq har bitta xonasini interyer qilish kerak edi. Universitet, maktab, bog'chalar bor edi. Biza ularni Revitda qilganmiz interyerini. Revitda har xil rasmlarni tushirishimiz kerak bo'lgan. Biza shunchaki rasmni olib kirib qo'yganmiz, ustiga bo'ldi. Shu zaylda biz proyekt topshirganmiz. Juda shoshilinch bo'lgan, eng ma'qul variant mana shu bo'lganda. Ba'zi chizmalarni, misol uchun Revitda o'zida chizish ham osonroqda. Umuman olganda interyerlarni shu tarzda biz minglab kvadrat hududlarni ishlab berganmiz. Endi ko'rishlar mumkin, mana bu yerda ko'rinmayapti 3D vidda. Lekin 3D da ham ko'rinishi kerak. Tepada mana bu element tanlanganda mana rasm borda. Lekin pastda vizualniy stil ichida visokiylar qaytarilgan bo'lsa, bu yerda ko'rinmaydi. Bu faqatgina qanaqa vidda bo'lishidan qat'iy nazar vizualniy stilda realistik bo'limda yoqiladigan bo'lsa, vizualniy ko'rinishimizni o'shandagina aktivlashadi xolos. Boshqa holatlarda umuman aktivlashmaydi. Tushunarlimi? Endi davom etamiz. Tak, ovozlarni yoqib qo'yaman. Endi bizga tom kerak-da. Demak, hisobga olamiz. Mana bu yerda bizda 10 ta tom bor ekanda. Mana shu 10 ta narsalarni yaxshi o'rganib olsanglar, bundan murakkablari mana shu etaplar bo'yicha ketma-ket yasalib boradi. Eshitaman, Lazbek. Eshitaman, savol bormi? Shunchaki noutbukdan kiritganmi, telefondan chiqib. Xo'p, mayli. Tak, endi bu yerda 10 ta tom bor edi. 10 ta tomni biz yasalishini ko'rib chiqamiz. Tak, o'tgan darsda biz mana bunga o'xshagan tom yasadik. O'sha ko'rdilar, bu murakkab emasda. Demak, nima qilamiz? Bizda tomda bir necha bo'limlarimiz borda. Arxitektura qismining ichida krisha bor, tom bo'limi. Krishada bizda 6 ta element kelib chiqadi, 6 ta opsiya bor. Tak, birinchisi krisha по контур, ya'ni bu skatniy variant. Biz o'zimiz biladigan tilda konvert usulida shunaqa tomlar yasash mumkin ekan. Ya'ni skatniy variantlarni xohlagan turda yasash mumkin-da. Ikkinchisi bu extrude variantimiz. Biz shunchaki uni liniyasini chizadigan bo'lsak, o'sha liniya bo'yicha bu extrude formaga, ya'ni extrude qilib beradi, usul beradi bizga. Mana bunisi bor, krisha по grani berilgan. Bu grani bu odatda parametrik formalar bilan ishlaganda bizga kerak bo'ladigan narsa. Buni ham sizlarga biroz ko'rsatib o'taman. Juda qiziqarli narsa.
Keyin подшипный doska bor. Bu bilasizlar, o'sha подшипный doska o'sha tipo patolog qismiga o'xshagan joy bo'ladi. Tomni tag qismini yopib yuborish uchun kerak bo'lgan elementda. Bularni ham ko'ramiz. Лобовой doska berilgan, и alohida ko'rsatilgan водосточный truba. Slivlarimizda, ya'ni suv tarnovlarimizni mana shu latoklarga bog'laydigan qismimiz. Ya'ni umuman latokning o'zi bu. Bularni o'zi ko'ramiz. Demak, tepadan boshlaymiz. Faqat birinchi navbatda men tepaga qaytib olishim kerak. Birinchi etajda bizda plan yasaldi-yu, lekin ikkinchi qavatga qaytib men tom qismini chizishim kerak. Lekin plan ko'rinmayapti. Plan ko'rinishi uchun oddiy variant bizda sekущий diapazon borda. Sekущий diapazonga qaytasizlar, izminni bosasizlar. Va bu yerda glubina degan joy bor. Hisobga olinglar. Buni oldin ham ko'rsatdim sekущий diapazonni. Biza mana bu 3-tochkamizda bor-ku. 3-tochkadan pastni ko'rishimizga, chunki men ikkinchi qavatdan pastki qavatni ko'rmoqchi bo'lsam, agar xohlasam sekущий diapazondan -300 misol uchun chizib ko'rsatishim mumkin. Agar xohlasam bu ham bitta variantda endi. Agar xohlasam buni ishlatilmagan holatda, men bu yerda bizda alohida yana boshqa bo'limlarimiz ham bor. Ko'rishlari mumkin. Mana diapazon, nижний уровень. Kirasizlar, birinchi qavat tanlaysizlar, mana pastki qavat ko'rinyapti, lekin ta'siri yo'q. Tanlab bo'lmaydi. Sekущий diapazon tanlash mumkin kerak bo'lsa. Buni tanlab bo'lmaydi, faqat pastki qavatlarni oddiy shunaqa chizma sifatida ko'rsatadi, lekin tanlashning imkoniyati yo'q. Mana tushunarlimi? Endi tom chizishimiz kerak. Xuddi shu qismga qaytdim. Men krishga qaytib olaman. Krishani birinchi bo'limdan tanlab olamiz. Demak, menga rak kerakda. Turbochi variant ekan. Turbochi olamiz. Tepada смещение bor. Offset berishimiz mumkin. Masalan, 500 mm dan offset tashlaymiz. Mana tashlab oldik. Ikkinchi tochkani kiritdim bo'ldi. 3D'ga qaytganda ko'rishlarim mumkin. Ustida chizma hosil bo'lgan. OK desam, tom bor. Lekin bu tekst tomda. Biza buni o'zgartirishimiz mumkin. Umuman olganda qanaqa? Bu bizda skatniy bo'lish kerak-da. Itak tomni mana bu yerda har xil variantlari bor. Bu yerdan o'zgartirishimiz mumkin. Buni ham o'tganda ko'rganmiz. Endi tom tanlangandan keyin menga misol uchun qanaqa tom kerak? Mana bu variantda tom ishlamoqchiman-da, faqat bir tomonlama uklon bo'lish kerak. Uning uchun nima qilamiz? Bizga kerak bo'lgan tomonga uklon tashlaymiz. Men bu yerdan tepaga qarab misol uchun uklon kerakmi? Knopka bor-da. Formirovание uklona kirish yozilgan. Knopkani bosasizlar, bu yerda gradus kelib chiqadi-da. Uchburchak forma bor va gradusni ko'rsatib qo'ygan. OK deydigan bo'lsak, mana uklon bor. Keyin devorlarni tab bilan tanlab oldim. Xohlasam присоединить qilishim mumkin. Tomni o'ziga deyman. Buni ko'rishlarim mumkin. Mana forma. Tushunarlimi? Endi keyingi masala bu 30 gradus emasda, gradus kamroq bo'lishi kerak. Uklon chunki biz ko'rishlarimiz tipida demonstration tanlangandan keyin uklon tochka borda. Mana. Bu hozir gradus emasda protsentda beryapti. Buni ham kerak bo'lsa, biza o'zgartirishimiz mumkin. Izmin tipga bosganda, даже tepada ham ko'rishlari mumkin. Protsent и gradus berilgan. 30 gradus ekan bu. Tom tanlanganda uklon degan joyda men 18 desam, 18 gradusga qiyoslashni boshlaydi. Tushunarlimi? Revitning bir plyus tomoni, misol uchun tepada razrez olingandan keyin razrez tashlaymiz. Mana razrez tashaldi. Priti qilamiz. Mana forma bor-ku. Ya'ni bu kerak bo'lsa yerdan 25 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu razrezda ham, fasadda ham, 3D vidda ham hamma tomondan o'zi o'zgarish boshlaydi. Tushunarlimi? Avtokadda bilasizlar, bittan element o'zgartirilsa, qolgan vidlarga ham ta'sir qiladi katta ehtimol bilan. Aytaylik, tom o'zgardimi? Uklonlar o'zgarib ketdimi? Fasadlarimiz, razrezlarimiz o'zgarib ketadi. Shuni ham hisobga olamiz. Tushunarlimi? Bu yerda muammo yo'q. Revitdan ancha qulayroq. Endi keyingi tomimizda, bu eng oddiysi edi. Mana bu variantimizda bor, sochi mana. Bunisimizda bor. Ikkinchi etapda mana bunimizda bor, keyin ko'rishlari mumkin. Endi bu yerda bizda faqat ikkita tomonga skat bo'lish kerak ekan. 2 marta bosdik. Ikkinchi tomonni ham tanlaymiz, uklon qo'yamiz. OK etsa, mana xuddi o'sha tom hosil bo'ldi. 4 tomonga bo'lish kerak bo'lsa, mantiqani tushundinglar. Har bitta tomonda uklon bo'lish kerak bo'lar ekan. Mana. Tushunarlimi? Menga bu yerda xabar beradigan bo'lsa, xohlasam script line qilib qaytarib qo'yishim mumkin. Atak rasm ko'rinmaydi, shu jihatlari borda. Ikkinchisi har tomonda yoqildi. Endi misol uchun keyingi bosqichda ko'rishlar mumkin. Mana bu variant bor va bu yerda turli xil variantlarimiz borda. Bularni ko'ramiz. Atak men sizlarga hozir ko'rsataman. Mana bu narsani yasashni qanday. Tak, bizda variant bor game plan. Game planga qaytdim, mana shunday elementlarni hammasini tanlab olishim kerak-ku. Nima qilaman? Tanlashim mumkin-da, lekin ortiqcha elementlarni tanlab qolib qo'shamiz. Bu yerdan kopiyasini olish mumkin o'ng tomonga. Mana tom kerak emas, misol uchun olib tashlayman buni ham. Mana devorimiz bor. Devor tanlangan ekan, analog olib turib kerak bo'lsa, chizmani o'zgartirishimiz mumkin. Umuman olganda Ctrl Z deymiz. Z mana
Birinchi qavatga qaytib olaman. Bu yerda ham borda. Mana rasm tepara chiqarib qo'yamiz. Devor tanlaymiz, analog olamiz. Mana bu yerda yana qo'shimcha devor chizaman yon tomonga. Bu yoqqa tortamiz. Mana bu yerga. Balki bu devorlarimizning razmeri bizga yoqmayaptimi? O'zgartirishimiz mumkin. Tanlaysizlar. Izmintiv qo'shilgandan keyin izmintiv chiqdi. 400 emasdi, misol uchun 300 bo'la qolsin deyishim mumkin. OK etsam, razmer o'zgaradi. Tushunarlimi? Mana bu yerda misol uchun bizda ochiq hudud bo'lishi kerak. Aytaylik, men shunchaki olishim mumkin dver bo'lmadan proyom. Men tashlavordim. Xohlasam buni kengaytirishim mumkin. Kengligi misol uchun 1500 bo'lsin deyman. Mana. Balandligi balki 2400 deymiz. Mana kengaydi. 3Dga qaytganda ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu qismda forma bor. Tomni sizga 2 marta bosib turib, ikkinchi qavatga qaytgandan keyin formaga yana shu masofaga nisbatan o'lcham olishimiz mumkin. Onun uchun 700 berilgani bu markaziy qismdan olyapti hozir. Atak bizga o'lcham ham bittan kerakda. Tab tanlaymiz 550 ga o'zgargan ekan. Tushunarlimi? Xohlasanglar buni olib tashlaysizlarda qaytadan rak olib turib chizishimiz mumkin. Smeshchiga aniq 500 razmerda o'zgarish kerak bo'ladi. Mana. Tushunarlimi? Keyin SL ortiqcha elementlarni olib tashlaymiz, kerak qismlardan kesamiz, trim bilan bog'lashimiz mumkin. Mana bu kerak olib tashlaymiz. Mana forma borda. Endi 3D ga qaytganda OK o'sadigan bo'lsam, tekst bo'lib qolgan-ku. Har tomonda uklon bo'lishi kerak tanlaymiz. Knopkani bosamiz, OK etsam, mana. Bu yerda berilgan variant esaldi, lekin bu mana bu qismda otmetkasi pastroq ekanda. Buni tushirish yo'llari ham bor, juda oson. Tanlaysizlar, tanlanganda knopkasi borda tushirish mumkin. Agar aniq razmer bo'yicha ishlayman desizlar, farq qiladi. Aytak, men hozir game planga qaytib olaman. Menga xalal beradi mana bu hachlarimiz. Hach kerak emas. Izmintiv bosilgandan keyin strukturaga qaytasizlar. Izmintiv bosilgandan keyin отделкасы bor tepa qismi. Mana bu tepa qismi kerak bizga. Tanlaymiz. Material bo'limiga o'tgandan keyin material bo'limining o'zidan buni hachlab tashlashimiz kerak. Tepaga chiqaman ustolniy bo'limda, splashni zaливка beramiz, OK deymiz. Va rang bo'limiga qaytgandan keyin men birorta rang berib qo'yishim mumkin. Balki ochroq ham rang qilib oladi, balki oq rang qolishimiz ham mumkin, muammo yo'q. OK. Mana berildi, oq rangda ko'rinyapti. Endi tepadan razmer bo'limiga o'tilgandan keyin uklon berishimiz mumkin har bir tomonga. Mana ko'rishingiz mumkin, uklon bor. Qiyaligi bor. Mana. Hamma tomonda bor, lekin bularning hammasi protsentda berilgan-ku. Tanlaysizlar, bu gradusda bo'lsin desizlar, mana kelib chiqadi. Aniq, gradus kelib chiqadi. 2 marta bosilgandan keyin mana bu ikkita tomoni bizga 30 gradusda emasdi. Misol uchun, tak 25 gradusdan to'g'ri kelsin deymiz. Готов bo'lsa bo'lsa pastroq tushdi mana. Ya'ni ham pastroq tushdi. Mana bu graduslarimiz o'zi avtomatik o'zgarishni boshlaydi. Tushunarlimi? 3D ga qaytganda ko'rishingiz mumkin. Mana tomimizda bor. Mana bu ancha qiyalashdi endi. Tak, mikrofonni qo'yamiz qolganlarnikini ham. Endi keyingi bosqichda ko'rishingiz mumkin. Tak, bu tom ketdi. Mana bu variant borda. Nima deysizlar bolalar? Mana shu tomni qanday yasash mumkin endi? Prosta tochkalarni, ya'ni graduslarni olib tashlash kerak edi ba'zi bir qismlarini. Nima taklif bildirasizlar bolalar? Bemalol tortinmasdan savol berish kerak. Takliflar aytinglar. Nima qilsak, mana shu holatga keltiramiz tomimizni. Said Ahror, siz ayting. Tak, nega hech kim gapirmayapti? Jahongir aka, Assalomu alaykum. So'rasiz? Yaxshi, rahmat. Nima qilsangiz? Konsol bo'lib Jahongir aka, Eshitaman. konsol bo'lib chiqqan tarafimizni, o'ng taraf, chap tarafi menimcha chizig'ini belgilasi kerak emas deb o'ylayman, menimcha. Tak. O'shanda avtomatik bo'laveradi deb o'ylayman. Demak, siz aytgan yo'lingiz mana ikki tomon kerak emas, ha? Shuni. Olib tashladik. Aniqmi? OK deymiz, qarang, nima bo'ldi bu? Tom buzildi. Sabab bor bu yerda, tom buzilishining sababi. Men lekin mantiqan shunaqa tomlar bor o'zi aslida, lekin men bu holat bilmadim qanaqa tom bo'ldi. Tak, buni buzilishining sababi bor. Sabab, qaranglar, bu yerda biz mana bu uklon berdik. Bilasizlar, uklon berilgandan keyin bu tepaga o'tib boradi. Aniq bu. Lekin men bu yerda uklon borda. Bu degani, men ikki tomonda ham uklon bo'lgandan keyin bu ham ko'taverar ekanda. Bizda shunaqa yo'llari borda, tanlaymiz, uklon olib tashlaymiz. Agar birorta element uklon bo'lsa va shunga nisbatan parallel joylashgan elementlarda uklon bo'lmasa, eng yaqin masofadagi element ukloni bularga ham ta'sir qiladi. Lekin
Mana bu element trayektoriyasi bo'ylab harakatlanish bir zal tekis moslashib ketadi. Okey deymiz, ha? Mana, tushunarlimi? Lekin mana bu yerda buzilishi nega bunaqa o'ylaysizlar? Mana bu yerda buzilishlari. Udalik razmer qo'raman hozir. Tak. Mana bu yon tomoni bizning rasmda qanaqa edi? Mana. Mana ikki tomonda uklonlarini olib tashladik. Mana yonlarini ham olib tashladik. Formani bog'lanishi mana bu ko'rinishda bo'lyapti-da. Etak tanlayman. Qaranglar, faqat mana bu yerda o'zida qoldirdikda. Graduslarini biz o'zgartirishimiz xohlaguncha. Misol uchun mana bu ikki yon tomonni hamma uklon tashlashim mumkin. Okey bosaman. Udalik razmer deyman. Mana. Mana, tushunarlimi? Mana xuddi shu narsa. Ya'ni uklon bo'lmasa, mana shu tomonlar uklon bo'lmasa, mana bu uklon bor. Xuddi shuni ukloniga moslashib ketadi bu tomonlar hamda. Tushunarlimi? Mana bu yerda yoqiladigan bo'lsa uklonimizda ko'rishingiz mumkin. Boyagi shu formani baribir buzadi. Ya'ni bir tomonni baribir qishitirib boradi. O'shaning uchun hisobga olinglarda, har bir tomonni aniq o'ylab, formasini hisob chiqishimiz kerak bo'ladi. Tanlaymiz, bog'lab qo'yadigan bo'lsak. Mana tom. Tushunarlimi? Yana savollar bormi? Qanaqadir fikrlar. Tak, keyingisini ko'ramiz, ha. Realistiknida. Tak, bizga yaqinroq variant. Mana buni ko'ramiz. Nima deysizlar? Buni qanday chiqarish mumkin, bolalar? Tak. Nima deysizlar mana shunga? Bolalar, bemalol tortinmasdan gaplashishimiz kerak. O'zimiz misol uchun suhbatlashib, savollar bilan dars o'tkazadigan bo'lsak, u sizlar uchun ham, men uchun ham foydali, ham qiziqarli bo'ladi-da. O'shaning uchun tortinmanglar. Agar bilmasanglar, Assalomu alaykum. aytinglar, tushuntiramiz. Eshitaman. Buni splashnoy qilamiz avval, keyin dabro berib, o'rtasidan bitta chiziq tortib qo'yamiz. Tak, buni ko'rgansiz, qayerdadir, lekin aniq aytolmayapsiz. Nima deysiz? Aniqroq tushuntiringchi, misol uchun tomga qaytamiz, tanlaymiz. Tak, buni biz birinchi navbatda Hamma har sloglarni tomonni o'chiramiz. o'chiramiz. Gatovo bosdim. Udalik razmer qo'yamiz. Mana ketdi tekst bor. Gotovo. Keyinchi. Keyin Keyin изменить слог. Tomni tanlang, изменить слог. uslub qayerdan? Yo'q, rediktoratmidi? Redaktor Rediktorovat qilamizmi yo изменить слог etida? Buni Bitta bosdim. chiziq tortardik. Tak, uni ko'rganmisiz videosini? Ha, bir marta ko'rgandim. Qilib ko'rgandim. Ancha bo'ldi-da. Tushunarli. Tak, mana bu yerda bizda ikki xil yo'li bor-da. Birinchisi, izminsab element bor. Bu element yordamida biz xohlagan tomon tochka kiritishimiz mumkin. O'tganda shu narsani ko'rdik biz. Tekst forma yasab turib, tochkalar qo'shib ko'tarib chiqqan deydi. Siz aytgan yo'l ham xuddi shunaqa, lekin yana boshqa yo'limiz ham bor. Bu ham bitta variant. Yetarlanda razdelit liniya qilishimiz ham mumkin, birorta markaziy qismdan farqi yo'q. Atak eng yaxshi variant. Ikkinchi qavatga qaytdik, forma ushaldi. Razdelit liniya qilib olamiz, uni tashlab oldik. 3Dga qaytganimizdan keyin bizga kerakli bo'lgan tomonlarni tanlab ko'tarishimiz mumkin. 32400, 3240. Shuni 3300 qilish mumkin. Ko'tarib yoki-da 3350 qilishimiz mumkin. Men tepaga ko'tarib oldim. Mana bu tomon ruchnoy ko'tarish mumkin. Mana. Tushunarlimi? Ya'ni ruchnoy ko'tarish imkoniyatlari albatta bor-da. Tanlanganda daji xohlasam men tochkalarni ushlab boshqarishim mumkin. Mana bu tochka sal pastroqda bo'lsin deyman. Mana buni balki ham teparoqda bo'lsin mumkin deyman mana. Tushunarlimi? Mana. Mana shunaqa formulalarni chiqarishimiz mumkin-da. Bu ham bitta variant. Hatto yana boshqa aqlliroq variantimiz ham bor. Tak, buni восстановить forma deymiz. Chekirib olgandan keyin mana bu tomonda slope kerak bizga. Okey deymiz. Mana, yoqildi-yu, lekin mana buni -15 desak-chi. Tushunarlimi? Bu eng oson variantida. Shunchaki -5 deysizlar. Mana qishaydi. Tushunarlimi? Tak, endi keyingi etap. Mana shularni xulosa ko'rib olsak, sizlar bilan bitta tomga karkas yasaymiz. Ichki qismlari, rekalar taqsimlanishlari sal qiziqarliroq tema, shuni ko'rib chiqamiz. Endi keyingi bosqichda ko'ramiz. Tak, bular ko'rildi. Bu ko'rildi. Bular ko'rildi. Endi men bunga nima deysizlar? Mana buni ko'rib qolamiz mana. Bunga nima deysizlar? Birinchi. Qanaqa variantlar bor? Xayolga qanaqa g'oyalar keldi?
Ikkita tom chizish kerak ekan, nimaga? Ikkita tom bo'lishi kerak albatta. Ichini qanday yasang, mana bunisini birinchisi bor. Mana bu tom esa bo'lishi kerak. Tepasi Ha. alohida bo'lishi kerak-da. Bu tema bolalar juda muhim. Ya'ni tomni yasalishi Ko'mak bo'ladi-da. bizga nima deysiz? Ikkita Albatta ikkita bo'ladi. ikkita kvadrat bo'ladi. Ikkita tashlaymiz, keyin tashqi tomonga sepib. Albatta. Tak, endi qaytamiz. Bizda hozir to'rt tomonda ham o'z o'rmog'in uslub bo'lishi kerak ekanda, yoqamiz. Okey deyman. Qaranglar, yoqildi-yu, bu teskari bo'lib qolgan. Chunki ikki tomonda minusga berilganda, to'g'rilab olish uchun biz misol uchun buni 30 qilib olamiz, tepaga ko'tariladi. Endi faqat bizga qanaqadir masofada to'xtash kerak ekanda, tom. O'rtada ochiq bo'lishi kerak. 2 marta bosilgandan keyin ikkinchi qavatga qaytamiz, rak olib turib, smeshini beramiz, sochini 700 mm smeshini tashlayman, obyektning ichki qismiga endi. Probelda bosishim mumkin, teskari qilish uchun albatta. Mana. Tashaldi-yu. Endi okey deymiz. Qaranglar, mana buni ichki qismida men line chizganimdan keyin hech qanaqa slop yoqmadim, o'chirilgan. Okey deymiz. 3D ga qaytgandan keyin ko'rishlari mumkin forma bor. Mana. Ya'ni biz mana bu tashqi qismni yasab oldik-da. Endi tepasidagi element ham bor-da, buni alohida yasab olishimiz kerak. O'zi bu endi qiyin emas. Tepaga qaytgandan keyin bu yerda men stena olaman. Raka olishim mumkin, format chizishim mumkin. Faqat siz aytgan hisob qilamiz. O'tgan darsda ham ko'rganmiz, narujniga qaytarib turib, mana shu tashqi chegarasi bo'ylab aylantirib chizib chiqamiz. 3D ga qaytganda formamiz bor, tanlash mumkin. Misol uchun bu ikkinchi qavatdan boshlansin, balandligi 1 metr bo'lsin deymiz. Sal balandroq qo'yganmiz, 1500. Mana. 1.5 qoldi-da. Endi tepasiga qo'yishimiz kerak-ku. Uning uchun ikkinchi qavat yana tom tanlandi, analik olindi, raka olamiz, mana shu qismdan format chizamiz. Faqat endi buni har tomonda sloplari bo'lishi kerak. Okey deymiz, 3D ga qaytgan formamiz bor, lekin pastda qolib ketadi bu. Bizda razrez bor edi. Razrez ushlab turib, o'zini ko'tarishimiz mumkin. Atak masofasi 1500 berilgandi. Mana shunaqa. Tushunarli? 3D ni ko'rishlar mumkin forma bor. Endi ikki tomoni kerak emas, misol uchun tanlaymiz, olib tashlaymiz uklonlarini, okey desak, mana bo'ldi. Tipi otxona bo'lib qoldi. Cherkov, otxona shunaqa qoladi loyihalar. O'shanga o'xshab qoldi. Eski Tashmida ham shunaqa bino bor edi. Tak, mana shu. Tushunarli bolalar. Mana bu ketdi. Mana bu ham xuddi shu bilan bir xil yasalishi. Faqat endi bu alohida, mana bu alohida yasalishi kerak xorosda. Ikkinchi etapda ko'rishimiz kerak bo'lgan tom mana bu bor va mana bu bor. Endi mana bundan boshlaymiz. Sal qiyinroq. Nima deysizlar? Buni qanday yasash mumkin? Takliflar. Nima deysizlar? Bularga dabol to'chkani qo'shdingizga, chiziq tortib, tepaga o'sha yerdan qilsa bo'lmaydimi? Bo'ladi. Xuddi shu usulda qilasizlar, bolalar buni. Tek Buni ham xuddi shu boya ko'rsatgan usulda qilasizlar. Olib tashlaymizda keraksiz elementlarni. Tak, mana bu kerak emas. Tekstlab olamiz. Hammasini tanlayman, keraksiz elementlarni olib tashlayman. Bu yerda tochkalarni qo'yib ko'tarishimiz kerak. Eng yaxshi variant aqlliroq yo'limiz. Tak, nima qilish kerak bu yerda? Endi bu yerda men shunchaki annotatsiya qaytaramanda liniya olaman. Liniya oldim. Oddiy line tashlaymiz o'rtadan. Tashaldi. Men bu yerda bunaqasi kesilganda xuddi shu elementni mirror qilish mumkin, mana bu tomonga. Faqat mirror qilinganda kopiyasini olib qo'yasizlar, bo'ldi, ikki tomonga tushadi. Keyin ikkalasini tanlab turib, draw mirror qilish mumkin markaziy qismdan. Mana bu yoqqa tushirdik. Ham line'lar kerak emas, tochkamiz bor. Endi tom tanlanganda добавить tochka deyishimiz mumkin. Mana bu yerda, mana bu yerlarda tochka qo'yishimiz kerak. Mana. Men bu o'rta qismda umuman olganda, biz bitta line berib olganimiz yaxshiroq variant edi. Hamidgacha mana bo'ldi. 3D ga qaytib olamiz. Mana tochkalarimiz bor. Men bu o'rtasini ushlab tepaga ko'tarish mumkin. Ko'tardik-ku. Men bitta liniya bor-da, buni ham ko'tarish mumkin. Mana. Masofasini shunchaki kopiyasini olib turib, razmerini. Men bittaki elementga razmerni state qilishimiz mumkin. Tushunarli? Xohlaganda shu ko'tarib, o'zgartirib, to'g'rilab borsak bo'ladi. Mana shu yo'l. Tushunarli? Tak, tom mavzulari mana shular. Faqat men bu yerda yana bitta element qoldi. Buni ko'rishimiz kerak. Bu tomlar hozir hammasi o'sha beginner уровеньda, ya'ni boshlang'ich уровеньda. Bularni yaxshi tushunib olsanglar, murakkab tomlar sizlarga qiyin emas. Biz tanlagan proyektda ham murakkab bo'lgan tom borda, ko'rishlar mumkin. Bitta mansarda bor deb bor. Tak, buni to'liq rasmi qanday tepadan? Mana.
Mana bu tomni ham yasalishi biz hozir ko'rgan elementlar bilan yasaladida. Bu yerda faqat mana bu alohida, mana bu alohida solishimiz kerak. Demak, ikkinchi yo'lda ko'rdik-ku, misol uchun mana bunga o'xshaydi-da endi. Mana bunga o'xshab ustma-ust alohida qo'yib borishimiz kerak bo'lgan joylari bor. 3 qavat yasaymiz. Mana bu alohida sloha vakni bergan qismlarimiz bor. Ularni ham o'zini alohida yasab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi boshlanishi mana shularda. Bularni yaxshi tushunib olsanglar, mana bu tomlar sizlarga uxlab olsa qiyin bo'lmaydi. O'zlashtirishimiz ancha tezlashib ketadi. Demak, davom etamiz. Bu tom kerak emas endi bizga. Yangi variantimiz bor. Mana bu ham kerak emas. Tashlaymiz buni ham tanlab, delete qilib olamiz. Mana bu variant bor. Extrude variantda qilib olishimiz kerak buni. Menga eng yaxshi varianti fasaddan chizganda. Fasad moduliga qaytgandan keyin, men misol uchun zapadniga qaytib olaman, yon tomondan chizmoqchiman deyman. Arxitektura bo'limining o'zida krisha bor. Krishada bizda extrude variantimizning o'zi bor. Xuddi shu variant tanlaysizlar. Keyin tekstli so'rayapti-da bu. Okey deymanda, shunchaki men bu yerda qavat ko'rsatib olsam bo'ldi. Men devor tanlagandim, qavat so'rayapti. Ikkinchi qavatdan chiza qoldik. Keyin misol uchun menda poligonlarimiz borda. Tak, bunda tomonlari 8 ta bo'lsa, misol uchun yuqoridan ko'rishlari mumkin. Mana. Uyg'unlik bor. Markaziy qismdan o'shamiz. Qirrasini o'zimizga ko'rsatamiz. Nechta qirra bo'lishi kerak? Balki mana bu 10 ta qirrali bo'lishi kerak deymiz. Markaziy tochkani kiritamiz. Formani yasaymiz. Buni tepaga qo'yib oldik. Past kerak emas. Готово desam yasaldi. Faqat bu qirrali bo'lmasligi kerak-ku menga. Podrezkada vertikalni berilgan, xuddi shuni twisting forestda mana kesib beradi. 3D'ga qaytganda mana forma. Shularga bo'lmaganda yopiq suv havzalarini loyihasi ishlanganda mana shu tarzda tom qismini solishimiz mumkin-da. Atak buni xohlasak biz, mana bu yerda vitraj qilib olishimiz mumkin. Mana shunaqa vitraj ham panik qilib qo'ysalar-da. Tushunarli-a? Mana. O'zi ko'rib turibsizlar. Bitta men forma yasalganda, buni o'zidan qancha narsa chiqarishimiz mumkin-da. Bularni Revit hisob kitobini ham qilib beradi. Stiklosini, profillarni uzunliklarini, hammasini hisob kitobini ham qilib beradi. Tushunarli-a? Savollar bormi? Bolalar tom bo'yicha. Tomani dalchani ko'ramiz. Bu amaliyotda ham ko'radigan narsa, faqat buni o'zi bilan cheklanib qolmaymiz. Savollar bo'lsa aytinglar tom bo'yicha. Savollar bormi? Bolalar tortinmanglar-da. Savol bo'lsa, bemalol berishimiz kerak-da. Tak, bo'lmasa davom etamiz. Har doimgidek savol yo'q. Endi biz bitta oddiy tom yasaymiz. Bu tomga yog'ochlarni taqsimlanishini ham ko'rib ketsa yaxshi bo'lardi. Uni nima qilamiz endi? Menga oddiy devor bor, ikkinchi qavat qaytaman, menga tom kerak endi. Men chizmalar hech qaysi bizga kerak emas. Olib tashlaymiz. Tak, menga krisha kerak. Krisha tanlayman. Oddiy krisha bo'lishi kerak. Reka olamiz. Смещениясini 500 ko'rsatib qo'yamiz. Endi to'rtburchak forma chizishimiz kerak. Tak, forma chizib oldik. Menga har tomonlarida, misol uchun uklon kerak-da. Uklon yoqib olaman, bo'ldi. Готово deyman, tom bor. Endi tomni o'zini ham biroz o'zgartiramiz. Men bu yerda vizualniy stilda skrypti line ga qaytaraman. Men har doim ishlaydigan vizualniy vidlarni to'g'rilab qo'yaman. Tenda soyani yoqamiz, естественный teng qilib olamiz. Освещение bo'limidan tenni kuchini 10 qilib olamiz. Применить mana. Soyani kuchi odatda 50 turadi-yu bu narsa. 50 bo'lganda noqulayda. To'q qora bo'lib qoladi bo'lmaganda. Отображение grafikada освещение qatasizlarda освещение bo'limidan buni 10 qilib olasizlar, bo'ldi. Kerak bo'lsa, biz orqa fonga ham nimadirlar qo'shishimiz mumkin. Misol uchun gradient qo'shib qo'yishim mumkin. Okey desa, anaqa gradient bilan ishlash mumkin-da. Lekin bolalar shart emas. Gradient shart emas. Gradient shu qo'shishlari mumkin. Fondan gradientni net qilib olamiz. Rasman qo'shib qo'yish mumkin. Mana. Mana shu yerda bizga ishlashga. Keyin tom tanlangandan keyin izmentiv bosamiz, buni ichki qismiga qaytib turib, men bu yerdan strukturasini biroz o'zgartirib olamiz. Tak. Mana shu tepada tomni o'zini ko'rinishi oq rangda ko'rinaversin deyman, hachlari mana shular qolsin deymiz, bo'ldi. Qolgan narsaga teginmaylar. Mana yerda hach turadi. Bu hachni splashnoy zaливка qilib qo'yinglar, bo'ldi. Men tagidagi element bor-ku, yana qo'shimcha material berilganda o'zgartirib qo'ysa ham bo'ladi. Atak men buni odatda udalit qilib olaman. 210 qoldi-yu. 190 ko'rsatadigan bo'lsa, tepasi bilan 200 chiqadi. Okey, ya'ni 20 razmerda qoldiraman, yetadi. Bo'ldi. Endi biz yog'ochlar bilan birga ishlab chiqamiz. Hozir men sizlarga yog'ochlarning taqsimlanishini ko'rsataman. Qanday berish mumkin ekan. Umuman yog'ochlarni rekalar bilan ishlaganda biz nima qilishimiz kerak? Konstruksiya bo'limida bizda balka degan bo'lim bor-da. Mana shu balka bilan zo'r ishlashimiz kerak. O'tgan dars biz balka ishlatilishini ko'rdik.
Lekin balka olinganda hisob qilasizlar, mana balkani chizish mumkin. Chizdik. Bittadan bitgacha deymiz mana. Xohlaganda chizib chiqish mumkin balkani. Escape deyman, forma borda, lekin bu hammasi железобетонda. Ya'ni temir beton konstruksiya ketdi bu yerda. Bizga bu yog'ochdan bo'lishi kerak. Bittasi tanlanganda izminti bosib turib, mana bu yerda material degan qism bor, o'zgartirish mumkin, lekin yana ham aqlliroq variant biz olib kirishimiz kerak. Boshqa semestr olib kirish uchun nima qilamiz? Start bo'lim bor. Загрузить semestr degan joy borda. Faqat escape bosinglar, mana bu yerda qanaqadir komanda aktiv qolib ketib, keyin bu yerdan startga qaytib загрузить semestr qilmanglar. Odatda bunaqa aktiv qolib ketsa, olib kirmasligi ham mumkin. Shuning uchun birinchi escape bosib, komandadan to'liq chiqib ketinglar. Keyin start bo'limidan загрузить semestrni bosasizlar. Keyin sizlarda Russia degan joy borda. Yokida aytayliklarda angliskiy kontentlar ustunovka qilingan bo'lsa, Russia degan bo'limda chiqmaydi. English degan bo'limda kelib chiqadi. Shuni hisobga olamiz. Escape bosaman, backspace bosib oldim, ortga qaytib oldim. English bo'lim borda. Balki English bo'limida US ichida bo'lishi mumkin. Menda Rusiy kontentlar bor. Demak, menda Russian degan joy bor. O'tishim mumkin. Mana Russia bor. Mana kontentlar borda. Entourage, ya'ni bu yerda har xil modellar, eshik-romlar bor. Bular agar sizlarda bo'lmasa, ustunovka qilish mumkin. Bularni qanday ustunovka qilish mumkin? Google ga qaytasizlar. Revit sizlarda qaysi versiya? Shuni hisob qo'yinglar. Agar sizlarda 24, 21 bo'lsa, do'stlar. Tak Revit 2024 content. Content ketdi, tanlaymiz. Tak, katta qilamiz ekranda. Ana ko'rishlarim mumkin. 24 uchun kontentlar chiqdi o'sha. Bitta kontentlari bor. Adashmasam, mana Revit content degan joyda ko'rsatadi. Sizlarga qaysi versiya uchun kerak? Mana shu linkni men sizlarga yuborib qo'yay, havolani. Mana bitta so'rayapti, download content. Contentda bizga qaysi versiya kerak? 19, 20, 24 kerak, misol tanlayman. Men sizlarga havolasini yuborib qo'yaman hozir. Tak, mana bu havolani tashlab qo'yaylik, esdan chiqmasdan oldin. Ketdi havola. Tak, mana 24 tanlab oldim. Endi nima qilamiz? Tak, pastroq tushamiz. Bu yerda tillar bor endi. Ko'rishlarim mumkin, birinchi bo'lim language bo'limida. Bizda asosan til bo'limi. Shu kontentlarni misol uchun o'zi haqida ma'lumot. Qanaqa kontent u? Qaysi tilda? Ichida nima bor? Ichida semestr bormi? Qanaqadir misol uchun modellar bormi yokida birorta shablon bormi? So'rayapti shu narsani. Keyingisi bu yerda shu ustunovka qilinganda qayerga tushadi bu? Bu yerda link qoldirilgan yuklab olish uchun va hajmi. Demak, bizda qaysi tilda kerak? Brazil tilida kerakmi, Portugalmi, Xitoy tillarini so'rayapti. Bu yerda Chinese ham bor daji. Tushunimiz mumkin, bizga ruskiy kerak. Russian content bor. Pastroq tushib olasizlar mana. Russian content bir yaqin yo'qolib ham qolgandi. Russian content bu yerda so'rayaptiki, contentda 24 versiya uchun va ichida faqat o'sha modellar, eshik-romlar, turli xil modellar bor ekan. Bizga shablonlar ham muhimda. Demak, generic international Russian content for Autodesk Revit 2024. Bu yerda so'rayaptiki, xalqaro Russian content berilgan, 24 uchun berilgan va ichida tak family library, ya'ni bu yerda eshik-romlar, familyda hisobga olamiz, family libraries, ya'ni bu Revitda o'zini oilasi, modellari. Eshik-rom va hokazo, misol uchun kolonna, balkalar ham bor ichida. Mana bu family template degani bu shablon. Mana bu misol uchun eshikni misol uchun modelni yasamoqchi bo'lsanglar, eshikni modelni yasash uchun bizga semestr kerak. Ya'ni alohida bizga bitta shablon kerak. Ya'ni eshik modelni yasash uchun shablon bor ekan ichida mana. Endi faqat eshik emasda, har xil elementlarni model yasamoqchi bo'lsanglar, mana bunaqa template kerak bizga, shablon kerak-da. Va xuddi shu eshik-romlarni tayyor kerak bo'lsa, mana bu narsa kerak bizga, family libraries. Undan tashqari bu yerda so'rayaptiki va tak alohida ruskiy shablonlar bor ekan, proyektni ishlash uchun. Mana bu yerda faqat eshik-romlarni model yasash uchun shablon edi. Endi mana bu shablon proyekt uchun. Loyiha ishlamoqchi bo'lsak, mana bunaqa shablon kerak bo'ladi. Tak, demak, mana bunisi yaxshi ekanda. Sizda modellari, ma'lumotlar ko'proq. Atak mana bu ham yetadi-yu, faqat menga qo'shimcha kontentlar kerak albatta. Bu model yasash uchun shablonda. Oxirgisi muhim emas menimcha, chunki bizda odatda o'sha Autodeskni o'zini tak ruskiy shabloni bor va u alohida BIM2B'dan berilgan. Men sizga tashlab o'rganman kanalga. Yuklab olishingiz mumkin. Bu shablon bizga muhim emas. Endi yuklab olish uchun siz bir marta bosasizlar, ketdi bu. O'zi tortish boshlaydi.
Tak, buni tortib bo'lgandan keyin shunchaki meshkani ustiga borib turib, admin nomida install bosib yuborasizlar. Bu faqat ustunovka qilish jarayonida Revit, AutoCAD yoki boshqa elementlardan umuman chiqib turgan maqulroq variant. Prosta install bosib yuborasizlar, o'zi ustunovka qilib beradi. Qolgan narsaga teginish shart emas. Revitga qaytgandan keyin xuddi shu qismda загрузить семейство degan joyda ko'rishingiz mumkin. Tepada men ko'rsataman. C-diskda program fayl bor alohida, program data berilgan. Program faylning ichida Autodesk degan joy bor. Bu yerda Revit 2024 bor. Undan tashqari sal pastroqda ru degan fayl bor. Bu ru degan fayl tilga taalluqli bo'limda. Bunga imkon boricha teginmaylar. Bu qadam va qadam darsida ko'rsatganman. Shu fayl o'chirib ketadigan bo'lsa, ya'ni o'chganda bizda Revit ruskiyda ochilmay qoladi. O'shaning uchun buni ham teginmay, indamay qo'yganlar ma'qul. Qadam va qadamni kim ko'rgan bo'lsa, buni o'chirib olmaylar. Tushunarlimi? Endi o'zimizni bu yerdagi matchlarimizdan ko'rishimiz kerak bo'ladi. Demak, C'ga qaytasizlar yana. C diskga qaytasizlar. Bu yerda 86 bor, program data bor. Program datada ham xuddi shunaqa Autodesk degan bo'lim bor. Revit 2024 degan bo'lim bor. Endi ko'ramiz. Bu yerda bizda family template deyapti. Ya'ni bu family template o'sha birorta elementni modelni yasash uchun kerak bo'ladigan shablonlar bo'limi. Qaytadigan bo'lsak yana library borda. Mana bu kerak bizga. Bu kutubxona. Angliskiy bor, ruskiy bor. Menga ruskiysi kerak deyman. Ruskiyda Russian tanlayman, bo'ldi. Hammasi tayyor. Tushunarlimi? Lokatsiyani ko'rishingiz mumkinsa, program data, Autodesk, Revit 24, library, Russian tanlaysizlar, bo'ldi. Tushunarlimi? Endi bizga nima kerak edi? Kolonna kerak bo'lsa, несущий kolonna bor va kolonna bor. Bu arxitektonik kolonna. Mana bunisi несущий kolonna, bu konstruktivniy jihatdan to'g'ri keladigan variant bu. Так, endi menga nima kerak? Так. Ограждение, panel, площадка. Так, соединитель, bular shart emas bizga. Mana shuni kattalashtirib qo'yaylik. Imkon boricha viddan mana обычный qilsak ham bo'lardi. Mana karkas несущий degan bo'lim bor. 2 marta bosdim bo'ldi. So'rayapti. Bu yerda endi shu balkalarimizdan beton varianti, yog'och variantlarimiz bor, сборный variantlarimiz bor, salnisi bor. Menga yog'ochli kerak. Tanlayman. Men bu yerda har xil variantlar kelib chiqdi, lekin ham bor, даже ko'rishingiz mumkin. Brus berilgan misol uchun. Bittasini tanlab 2 marta bosdim bo'ldi. Shu tanlangandan keyin men bu yerda reykani ko'rishingiz mumkin. Derivyannisi bor. Tanlayman, yog'ochli bo'lib qoldi. Tanlab turib, mana o'zgartirish mumkin yog'och variantga. Tushunarligan bo'ldi. Unaqa qiyin narsa emas. Foydalanish juda osonda. Mana oddiy variant. Yog'ochdan bu soedinit qo'ymaydi bir-biriga avtomatik. Endi bu yog'ochlarni biz taqsimlanishini ko'rishimiz kerak. Bu prosta hozir line bilan chizib chiqaryapti xolos-da. Endi buni men tomga taqsimlashimiz kerak-ku. Avval qiyin narsa yo'q bu yerda ham. Konstruksiya bo'lim bor. Konstruksiya bo'limida ko'rishingiz mumkin. Balishning sistema degan narsa bor, juda qulay narsa bu. Tanlaymiz. Balishning sistema olindi. Endi men misol uchun yerga chizmoqchiman-da. Raka olaman. Mana chizdim formani. Taqsimlanish degan narsa ham bor bu yerda. Okay deymiz. Qaranglar endi. Mana prosta okay bosganda mana shu chizgan chegaram ichida yog'ochlarni taqsimlab beryapti va bu gorizontal holatda ketma-ket tushadi. Vertikalni emasda gorizontalni tushyapti. Agar menga bunaqasi kerak bo'lsa-chi, 2 marta bosilgandan keyin orientatsiya balki bor, tanlaysizlar. Mana buni ko'rsatamiz mana. Gatovatsam bunaqasi ketyapti endi. Tushunarlimi? Bu hozir prosta tekst yerni o'ziga chizib ko'rsatyapman-da sizlarga. Lekin buni birozdan keyin biz tomga ishlab chiqamiz. Endi tanlaymiz. Faqat hisobga olinglar, men formani, sistemani o'zini tanlab olasizlar. Men bu yerda endi bo'limlar bor-da. Nima ekan bular? 3D'da. Tak atmetkasini so'raydi, qanaqa qilib. Misol uchun bu 1005 tepada bo'lsin. Ko'rishingiz mumkin, tepaga chiqib qoldi. Atmetkasini 0 qilib qolamiz. Pastga tushyapti mana. Keyingi masala, men bu yerda so'rayapti pravila. Bu taqsimlanishi. Aniq bu interval bo'yicha taqsimlab berar ekan. Bizga fiksir interval emasda, misol uchun maksimalniy rassiyani kerak. Maksimalniy rassiyanasini men 700 dan bermoqchiman-da. 700 dan ketsin mana. Ya'ni bu o'tgan safar ko'rganimizda bu maksimal darajada 700 mm dan taqsimlab berdi. Lekin bu yerda masofasi 657 chiqdi. Lekin men bu yerda misol uchun interval berilgan. Bu fiksirovanniy intervalda siz ko'rsatgan razmer bo'yicha teng taqsimlab beradi. Balki boshlang'ich qismida jo'qolib ketishi mumkin. Atak mana ko'rishingiz mumkin. Bu hozir o'rtadan teng taqsimlangan ekan. Ikki tomon jo'qolib ketyapti. Buni to'g'rilash mumkin.
Mana bu yerda taqsimlanishi degan joyda boshlang'ich qismida, ya'ni birinchi tochka qaytandi. O'sha yerdan boshlasin ketma-ket qo'yishni deyildi. Mana 700 700 ketdi va oxirida qancha joy qolib ketdi. Agar xohlasam men o'sha yakuniy qismidan 700 dan qo'yib bersam deb ko'rsatishim mumkin. Oxirida ham joy qolib ketdi yana. Aytaylik bu sal kattaroq bo'lsa, okey deyilgani joy qolib ketgandek bo'ldi. Tushunarlimi? Tak bu narsani men misol uchun liniya orientatsiya, ya'ni orientatsiya liniyasi qayerda berilgan bo'lsa, o'sha bo'yicha taqsimlab ber deyishim mumkin. Orientatsiya balkini olib turib, men misol uchun qiyshaytirib ham chizib qo'yishim mumkin. Gatov atsam bunaqasi qo'yib beryapti-yu. Bu narsa biroz oldin mana bu tarzda turganda, orientatsiya balka liniyasi qayerda bo'lsa, o'sha yerdan qo'yib ber deyish uchun mana buni ko'rsatishimiz kerak. Mana shu yerdan taqsimlab beryapti. Tushunarlimi? Odatda biz bu narsani markazdan yoki-da shu orientatsiya liniyadan qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Markazdan desam ikki tomonga teng taqsimlab beriladi 700 dan. Mana shu narsa juda zo'r. Pastda tip balka berilgan. Tip balkada siz tipini tanlaysiz. Qanaqa yog'ochdan bo'lishi kerak yoki-da qanaqa element bo'lishi kerak, konstruksiyasi yog'ochdanmi yoki-da betondan bo'lishi kerak. Buni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Eshitaman. Eshitaman? Shu setkani tanlamay qilsa bo'ladimi bitta chizsa? Buni qarib ketasiz bittalab chizganingizcha juda ko'p vaqt ketib qoladi. Misol uchun bu hozir kichkina obyekt-ku. Shunaqa varianti ham bormi? Bor. Prosta olasiz, balkani chizib chiqarasiz. Men bu yerda misol uchun men ko'rsatgan yo'lda qanaqa? Balkani olib turib chizib chiqish kerak-da. Bu aqlli variant emas-da. 3D привязка bor. 3D привязка olib turib, mana qanday chizib chiqish mumkin-da. Mana, ichida bor. Ko'rdingizmi? Lekin bu qochib ketadi. Tochkasini ishonmay qolishi mumkin-da, qochib ketishi mumkin. Bu unaqa yaxshi variant emas. Buni boshqa yo'llari bor, ko'ramiz hozir sizlar bilan. Endi bu prosta taqsimlanishi edi. Setkani olib delete qilib yuboramiz. Endi men mana bu tomga berishim kerak. Endi bu yerda hozir chizamiz, lekin qaylar? Yog'ochlarni taqsimlanishida biz ichki qismidan berishimiz kerak, tashqi qismidan emas-da. Mana buni qalinligi menga muhim emas, hozir uni qalin, chunki bu yerda yog'ochi ham bor aslida olganda. Bizga bu narsa nima bo'lishi kerak ekan? Olib tashlayman, menga 20 qolsa yetadi deyman. Tepadagi men formani ushlab turib, men pastiga tashlab yuboraman-da, tepasini shunchaki udalib qilib yuboraman. Mana 20 qalinlik qoldirdim. Okey deyman. Okey, mana ingichka bo'ldi. Chunki buni boyagi variantda yog'ochi berilgandi ichida. Ya'ni ko'rsatib ketilgandi, lekin biz yog'ochini hozir bu yerda ruchnoy chizmoqchimiz. Bu tepasidagi qoplar, misol uchun tunka fon yoki-da umuman olganda aytaylik shifer deylik. Oddiy tunka bo'lishi mumkin yoki mana. Shuni qoldirdik bo'ldi. Endi buni tagidan yog'ochlarni taqsimlashimiz kerak. Menga yana qo'shimcha bo'lim kerak, 3D vid kerak albatta. Plan muhim emas, game plan kerak lekin tepadan ko'rinish kerak bizga. Mana shu elementdan bizga umuman olganda shart emas shu narsa. Skript qilishimiz mumkin. Koordinatasini. Tak razrez kerak bizga. Bitta razrez ochib olamiz, prayt qilib olamiz. Mana bo'ldi. Endi yasash boshlaymiz. 3D ga qaytasizlar. 3D ga qaytalangandan keyin men formani ichki qismidan berishim kerak. Demak, balishni sistema olinganda, sistemada zadat vibrat ploskost disklarda ustidanmi, ichidanmi? Ichidan kerak bizga. Tap. Ko'ryapsizlar? Tap. Mana, ichidan tanlab olamiz, yaqinlashaman. Ichidan tanlab oldik, bo'ldi. Keyin shunchaki vibrat liniya bor tepada tanlaysizlar. Tom yuzasini ko'rsatasizlar. Tap, tanlaysizlar. Yaqinlashsam ichidan olib beryapti endi. Tushunarlimi? Mana shu narsa kerak-da bizga mana. Ichki chegarasi bo'ylab shu formani chizib beryapti. Keyin taqsimlanishi bor bu yerda. Bunaqasi yonbosh emasda, buning orientatsiyasi line deb chizamiz. Mana bu qirra bo'yicha pastga qarab o'ssin deymiz. Gatov atsam chizildi. Faqat ko'rinmayapti. Ko'rinishi uchun men grafikasida element tanlanganda buni men shunchaki nima qilishim mumkin? Prozation qilib qo'yishim mumkin-da. Mana 3D da ko'rishlari mumkin tanlanganda. Ikkita yog'ochimiz borda. Tushunarlimi? Tak tanlab olamiz. Balka olindi. Mana. O'shalda bu. Menga misol uchun bu yog'ochni razmerini o'zgartirishim kerak. Muammo emas-da, lekin undan ham oldin intervalni, maksimalni расстояние emasda men fiksirованный interval berishim mumkin. 700 dan taqsimlab ber deyman. Men bitta centerdan emasda orientatsiya liniya qilib olamiz. Mana bu tochkadan harakatlanish kerak. Keyin tomni o'zini ham elementga qaytgandan keyin ozroq prozrachniy qilishimiz kerak. Misol uchun 10 da deymiz. Mana. Okey desam, mana ko'rishlari mumkin. Soyasi kerak emas bizga. O'chirib qo'yish mumkin soyani-da. Mana.
Ko'ryapsizlar, shu ichki qismda yog'ochlar ketma-ket taqsimlanishni boshladi. Tak. Mikrofondan qo'yamiz, o'chib qolganlarnikini. Mana. Endi qolgan qismlarga berishimiz kerak, uni nima qilamiz? Qolgan qismlarga ham taqsimlash mumkin. Game planga qaytasizlar, forma tanlanganda bu yerda mirror qilish mumkin, draw mirror. Faqat markaziy qismdan aksillantiramiz, qarama-qarshi tomonga. 3D ga qaytganini ko'rishlar mumkin. Mana bu tomonga ham tushdi. Tushunarli? Endi mana bu tomonlarga ham kerak-ku. Bu ham oddiy tanlaymiz, analog olamiz. Faqat bu yerda zadatda vibrot ploskostimizda tomni tagini ko'rsatishimiz shart. Ya'ni mana bu ustki qismini bermaylar-da. Tag qismini tanlashimiz kerak. Tag mana tochkadan mana tagini tanlab oldim. Vibrot line deymiz. Ko'rsatamiz. Mana forma ushaldi. Keyin yana game planga qaytgandan keyin orientatsiyasini mana bu tochkadan berganman-da. Demak, line olib turib, xuddi shu tochkadan ushlashim mumkin, keyingi qismini ham. Mana готово deymiz, tushdi. Taqsimlanishi interval bo'yicha 700 dan bo'lishi kerak va bu endi markazdan bo'lsa ham zarar qilmaydi, chunki ikki tomonga bir xil taqsimlanish bor-da. Xuddi shu element tanlangandan keyin mirror qilish mumkin. Draw mirror markaziy qismdan bu tomonga tak. Buni taqsimlanishi endi farq qilyapti-ku, ko'ryapsizlar? Farqi bor-da bu yerda. 2 marta bosilganda, misol uchun mana bu tochkadan bo'lsin desam, tanlaymiz, line olamiz. Juda muhim narsa emas, men ko'rsatib qo'yaman. Yonga tortamiz. OK desam, lekin bitta taqsimlar centerdan deyapti-da. Buni orientatsiya bo'yicha qo'yib bersa, mana ketma-ketlik o'zgarishni boshlaydi. Tushunarli? Xuddi shu tarz qo'llanishlar mumkin. Unaqa qiyin narsa emas-da. Tak, mana bu yerda ham o'sha ikkita sistemamiz bor edi. Mana bu sistema. Bu sistema ushalgandan keyin orientatsiyadan emas-da, o'sha markazidan teng taqsimlab ber deb ham ko'rsatish mumkin. Muammo yo'q. 700 dan ketdi. Mana bu tomonlarimizdan keyin tochkasini o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Ctrl Z. Mana shu. Mana 3D ga qaytamiz. Yog'och taqsimlanishi bu yerdan ham tushgan, bu yerdan ham tushgan. Yana bir narsa bor. Razrez qaytamiz. Tak, bu aniq ko'rinmayapti-ku, liniya bo'lib qo'ygan. Bu sabab vizualniy stildan-da. Bo'lmaganda mana bundan men script line qilsam ham baribir liniya bo'lib qolgan. Lekin уровень detalizatsiya bor, высокий deydigan bo'lsa aniq ko'rinadi. Va объемda ko'rish uchun zalivga qaytarish ham mumkin-da. Yog'ochlarni bilan birga ko'rish uchun shuni qaytarib qo'ysak bo'ladi. Yana bir narsa bor bu yerda. Yog'ochlar ichma-ichib qolganda, buni mana bu yerdan o'rtasidan kesish mumkin-da. Buning yo'llari bor. Kesish uchun nima qilamiz? Tak, men razrezdan ko'ryapman va razrez menda faqat bir tomonlama berilganda ko'rishlari mumkin. Men razrez mana yerdan berilgan ekan. Buni men bitta qaytarib qo'ydik, 6-chi yo'qmaysiz, qo'yinglar mana. Teskari qilamiz faqat. Nariga tomon ko'ramiz, chunki mana tushadigan bo'lsa, bu yoqni ko'radi, orqasini ko'rmaydi-da. Menga hammasini ko'rish kerak. Mana shu tochkadan keyin razrezga qaytamiz. Endi buni kesish kerak. Mana bu o'rtasini akkuratni kesishimiz kerak-da. Tepadagi elementni vaqtincha skript qilib olamiz. Mana shu o'rtadan kesishimiz kerak ekan. Arxitektura bo'limining o'zida bizda опорный плоскость degan narsa bor, tanlaysizlar. Va markaziy qismini shu olamiz, pastga tushiramiz. Keyin опорный плоскость ushalgandek teparoq chiqazamiz. Endi bundan kesishimiz kerak. Bizda tepada instrument bor-da, verzat degan narsa bor, kesishimiz mumkin. Tanlandi, neskолько element deyishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda endi misol uchun mana bu elementlar-u, bunga kesishimiz kerak-da. Tak, mana bu graniga bu kesilishi kerak bu. Hammasi kesilishi kerak mana. Ko'rasizlar? Tanlab biroz kesish mumkin, lekin bu yerda akkuratniroq bo'lish uchun imkon boricha hisobga olinglar. Izvintga qaytgandan keyin xuddi shu instrument tanlaganda xuddi shu knopkani bosib qo'yasizlar. Ya'ni bu qayta qilish uchun emas. Ya'ni bo'shtirilgan bo'lsa agar mana bu elementni bunga kesib bersa bo'ladi-da. Ko'rasizlar mana. Mana. Count kelib qoladi. Buni bosib qo'yasizlar. Keyin o'sha orqadagi elementlar bilan kesaverasizlar. Karkassizlar. Yog'och ko'rsatish kerak faqat bolalar. Yog'och ko'rsatmasa kesmaydi. Mana bu yog'ochda bunga mana shu ketma-ket ko'rsatishimiz kerak hammasini. Mana buni bunga orqasi yana bor. O'sha atmetikasi bo'yicha hammasini kesaverish kerak ketma-ket bo'yicha. 3D da ko'rsataman shu joyga kesilgan joyini. Mana. Ko'rasizlar? Ozroq vaqt ketib qoladi-yu, lekin akkuratni qilib mana bu tarzda ketma-ket hammasini kesib beradi. Lekin ozgina vaqtimiz ketib qoladi, shu jihatlari bor. Ya'ni kesib chiqqancha ozroq vaqt ketib qoladi-da. Mana bunga mana. Tak, orqasini kesdi. Tak. Yana qaytadan olamiz shu narsani. Neskолько bosdik. Bu elementni bunga deymiz. Mana. Ko'rasizlar? Shunchaki verizatda bosdik.
knopkani yoqib qo'ydik. Birinchi yog'och formani tanlab olasizlar. Mana yog'och tanlab olasizlar orqasidan. Kesilish kerak bo'lgan mana shu yerdan kesishimiz kerak. Formani ko'rsatamiz. Bo'ldi, aktiv endi. Endi qayta yog'ochlarni ustiga bosish mumkin. Mana kesib berdi. 3Dga qaytganda ko'rishlari mumkin. O'sha yerdagi har bitta elementni hammasini akkuratni kesib berdi. Buni vaqtincha skrit qilishimiz mumkin. Mana. O'sha kerakli bo'lgan joydan akkuratni kesib oldik. Tushunarlimi? Mana shu tarzda ortiqcha elementlarni kesib tashlaysizlar hammasini. Bo'ldi. Endi keyingi bosqich, tak. Ustiga reka berishimiz kerak. Pastda misol stoykalari bor, ustullari bor. Ular ham qiyin emas. Tak shunchaki planga qaytasizlar. Planda aniq ko'rinish uchun visokka qaytarishimiz kerak. Vaqtincha men tomni split qilishim mumkin. Tak bu yerda yana ham aniqroq bo'lish uchun game plandan ham chizsa bo'ladi-da. Bu yerda konstruksiyada balka bor edi. Yog'och variant tanlaysizlarda mana shu tochkadan mana tochkagacha men bitta balka tashlab yuboraman. Misol uchun tashladim mana. Razrezga qaytganda o'sha elementimiz bor. Lekin bu aniq ko'rinish uchun grid line bu yerda elementimiz bor. Mana tushgan. Buni ko'rib turibsizlar. Razrezga qaytgandan keyin buni pastga tushirishimiz kerak. Move o'tgandan keyin tochkani ushlab turib tushirish mumkin. Buni yana ushlab turib tepaga ko'tarishimiz mumkin-da. Mana. Shularga 3Dga o'tganda tagida alohida formamiz bor. Bu yerda stoykalarni berishimiz mumkin-da. Alohida stoykalarni ham tipi kolonna sifatida berishimiz mumkin. O'zidan qo'yish mumkin. Sal tezlashamiz chunki vaqtimiz kamroq. Bolalar bu konstruktiv elementlar o'zi muhim emas, lekin baribir bilib olgan zarar qilmaydi. Chunki biza ayerda bunaqa yog'och tasvirlanishlarni ko'rsatib ham ketmaymiz-da. Kolonna, bu yerda yog'ochli variant yo'q deyapti. Загрузить семейство qilish kerak, faqat несущий elementdan qilishimiz kerak. Bu yerda kolonnani o'zi emas-da, несущий kolonna kerak. Bu yerda деревянный kerak, yog'ochli variant kerak. 2 marta bosdim, razmer so'rayapti. Razmer tanlayman. Tanlab oldim, okey deyman, bo'ldi. Bu yerda qo'yishim mumkin endi. Tanlandi, tushdi, lekin ko'rinmayapti sabab glubina emas, visota bo'lishi kerak. Va kerakli tochkaga borib turib qo'yishimiz kerak albatta. 3Dga qaytganda ko'rishlari mumkin, ikkita element bor, lekin balandligi har xil bo'lib qolganda. Atmetkasi ikkinchi qavatda bo'lsin deymiz, 0 da tushsin deymiz. Bu ikkinchi qavatda o'zida faqat balandligi misol uchun 1500. Mana. Tepaga o'stirish mumkin-da. Yana ham pastroq tushirishimiz mumkin. Razmerlar masalasi ham muammo emas. Kompyuter qilasizlar. Misol uchun buni razmeri bizga 150 ga 150 bo'lsin deb ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. 150 mana. 150 ga 150 misol uchun. Okey deyman. Mana kichkina bo'ldi. Tushunarli? Tak, buni misol uchun 100 ga 100 desak, razmer o'zgaradi. Mana shu yerda o'zidan o'zgaradi. Mana. Balandliklarini agar atmetka va tagini olmoqchi bo'lsangiz, shunchaki oddiy variantimiz bor. Nima qilamiz? Tak, bizda tepada visotni atmetka o'lchaydigan element ham bor. Mana. Ko'rasizlar, balandlik beradi-da bu. Mana 4500, 4200, 4300 bo'lgan. 200 dan tushirish kerak deyapti bu yerda. Tushirib olamiz. Mana masofasini 1200 degan bo'lsak, pastga tushadi. Qolgan elementlarimizni tortib qo'yishimiz mumkin. Muammosiz tortib olish mumkin. Iddaji tanlanganda Align instrumentida birorta elementga bog'lamoqchi bo'lsanglar tortib qo'yishinglar mumkin mana bu tarzda ham. Mana bunga deymiz. Buni tagiga misol uchun mana buni ustki qismini yopishtirib qo'ysa ham bo'ladi. Mana shunaqa. Tushunarli bolalar, jam muhim emas bizga bu, lekin bilib olsangiz zarar qilmaydi. Yana qolgan qismlari buni ustiga misol uchun reka qilmoqchi bo'lsanglar ham qiyin emas-da. Endi faqat buni ustidan qo'yishimiz kerak. Uning uchun ham yana tomni tizmasiga qaytishimiz kerak. Idaj ma'lumotlarni ko'rsataman sizlarga. Bularni hammasini ushlab turib, virtual deymiz. Mana to'rttasini ushlab oldik. Razrezga qaytgandan keyin men buni kopiyasini olaman. Tepaga chiqazaman hozir. Men tepaga chiqazib oldim. Tagidagi elementlar menga muhim emas. Tak, просто move bilan tepaga chiqazadigan ham balandroqga. Tepaga chiqazib oldim. Ko'rish chegasi chiqazib qo'ydik. 3Dga qaytaman. Bularni endi ushlayman. Kerakli bo'lgan qismini ushlab olaman. Men bu qismini ham kerak menga ushlab olaman. Menga bu gorizontalniy harakatlanishi kerak bo'lgan element bo'lishi kerak. Bu yerdan o'zgartirish mumkin-da. Tak, 76 ligi bor ekanda. Bittasini ushladim, kopiyasini oldim. Menga misol uchun 40 ga 40 li variant kerak. Okey deyman. 76 emasda 40 ga misol uchun 30 bo'la qolsin desam, ko'rishlari mumkin, razmeri o'zgardi. Bunday razmer bo'ldi. Keyin setkani o'zini tanlaymiz yana. Mana bu qismi. Tak, mana bu qismi kerak. Mana bu qismi va buni tipini o'zgartiramiz. 40 li variantga o'zgartirib qo'yamiz. Bular endi gorizontalniy bo'lishi kerak-da, faqat trayektoriyasini endi orientatsiya balkan olasizlar, tepasiga berasizlar, gatovo deysizlar. Mana o'zgardi. Mana bu qismi ham bor.
trayektoriyasini mana bu tomonga beramiz. Gatovo deymiz. Bu ham o'zgardi. Qolgan qismlari ham xuddi shu tarzda o'zgaradi bolalar. Orientatsiyasi pastga tushadi. Gatovo deymiz. Ketdi bu ham. Mana buning ustida bor. Tanlaymiz. Orientatsiya balandlikda pastga tushadi. Gatovo desa o'zgardi bu ham. Mana. Ya'ni xuddi shu tarzda ketma-ket o'zgartirib borishimiz kerak bo'ladi. Tak tepalari bu mana bu kerak. Masofasi misol uchun tak 100 dan beraveradigan bo'lsak, mana rekamimizdan kolissiyasi ko'paydi. Razrezga qaytgandan keyin shunchaki move olib turib formani tushirish mumkin pastga. Tak, tekisligini tushamiz. Yog'ochni ustida to'g'rilab qo'yamiz. Mana forma bor. Rga qaytgandan keyin mana ustki qismida ham vaqtida yog'ochimiz taqsimlanishi bor. Tushunarli? Mana forma. Bu yerda bizda izolyatsiya qilingan bitta formamiz bor edi. Ushlaymiz buni ham. Pakkazat qilib yuborsak, lampochka o'chirib qo'ysak bo'ldi. Mana forma tushdi. Faqat endi razrezga qaytamiz. Xuddi shu o'zimizga kerak bo'lgan elementni teparoq chiqazib qo'yishimiz kerak. Nisbatan teparoqga move. Tushasizlar. Bu tepaga ko'tarilishi kerak-da. Ya'ni balandroq bo'lishi kerak. Razmer misol uchun bu adashmasam 30 berilgan ekan. Tepaga chiqazamiz 30 masofaga. Enter desam mana ustiga chiqyapti mana. Ko'rasizlar? Yana ozroq ekan 10 berilgan adashmasam tepaga. 10 yana pastroq ekan naborot. 5. Mana bo'ldi. 3da forma bor. Ushlash mumkin, yog'ochlarimiz berilgan. Tushunarli bolalar, savollar bormi shu jarayongacha? Qanaqadir tushunmagan joylar? Mana. Savollar bormi? Savollar bo'lsa beringlar bolalar. Mana shu yergacha. Mana yon tomonlar uchun yog'och saydingiz qilmoqchi bo'lsanglar qo'shimchasiga, yana bu yoki tak etap bo'yicha oporniy plus tashlaysizlarda mana bu tarzda kesib yopishtirib qo'ysa bo'ladi. Konstruktorlar ham shu tarzda odatda yog'ochlarni terib chiqishadi hamma qismlariga. Savollar bo'lsa aytishinglar mumkin. Mana formamiz. Tushunarli? Tak, gruppa juda sizlar bergan. Savol bermayapsizlar. Eshitaman Sardor bey. Stoykasini razrezdan beramizmi? Nimasini tushunmay qoldim. Stoykasini razrezdan beramizmi? Planda berdi-ku bu. Planda. Stoykasi, kolonnasini aytyapsizmi? Stoykasini? Planda qo'ydingda. Planda qo'yib chiqasiz ham. Endi mana bu yerda misol uchun parapet qismini yasaganimiz yo'q. Uni ham mana kolonnadan qanaqa qo'yilgan bo'lsa, shunaqa terib chiqasizlar. Bitta-bittadan qo'yib chiqasizlarda stoykalarni. Lekin aytib qo'yay bolalar, biz air chassida mana bu tarzda tomlarni ichki qismini yasab chiqmaymiz umuman. Buni umuman qilmaymiz. Biz oddiy tomni mana bu tashqi element sifatida yasab olsak bo'ldi. Bizga muhim emas. Prosta sizlarga o'rganish uchun ko'rsatdim. Bu ham zarar qilmaydi, bilib olsanglar, o'zingizlar uchun bonusda bu narsa. Tushunarli, lekin biz umuman ishlaymiz yog'ochlarni. Bu yog'ochlarini konstruksiya chastida ishlab chiqadi noldan. Tushunarlimi? Tak, bo'lmasa davom etamiz. Keyingi mavzuga o'tamiz endi. Tomni ko'rdik, qiyin emas. Lekin masalaga endi sluxovoy okno masalasi bor. Buni ko'rsatishim ham kerak, ozmoz ko'rsatishim kerak. Tak, nima qilamiz? Game plan qaytaman. Men tomni o'zim tanlayman-da. Bitta kopiyasini olamiz yonga. Tak, kopiyasini tashlaymiz. Aytaylik tom bor. Lekin bizda sluxovoy okno kerak. Men aytdim, sochini sluxovoy okno berishimiz kerak. Uchburchak variant, dumonli bo'lishi mumkin. Ya'ni har xil bo'lishi mumkin-da. Bizda rasmda ham bor edi, nargi proyektda bor edi. Bu yerga sluxovoy okno berish uchun ikkinchi qavat qaytib olishimiz mumkin. Va ikkinchi qavatni o'zidan tom tanlangandan keyin tomni analogini olamiz. Rekopter format chizishimiz mumkin. Mana ikki tomonda slope yoqib olamiz. Yonda gatovo etsam tom bor. Endi bu yerda okno sluxovoy okno berish uchun element tushdi. Lekin bu hali hammasi emas-da. Buni teparoq ko'tarib turib, akkuratni kesib olishimiz kerak taraflari bilan-da. Uning uchun nima qilamiz? Bunaqa elementlar bilan ishlaganda ham hisob qo'yinglar bolalar, akkuratni bo'lish uchun biz bularni o'rtasida razrez berib turib, imkon boricha aniq masofalar bo'yicha taqsimlab olishimiz kerak bo'ladi. Men qo'shimcha bitta razrez tashlayman mana shu yerdan hozir. Bu yerdan beramiz bitta dona. Tak. Buni tez qilsa ham bo'ladi-yu, faqat endi akkuratni chiqish uchun men sizlarga imkon boricha asta-asta tushuntiryapman. Men tashlaymiz razrezni. Pressiya qo'yamiz, bo'ldi. Endi mana bu forma bor, mana yon tomonga tortadigan bo'lsak, mana bu element borda. Tushamiz, move bilan tochkasini tepaga ko'taradigan bo'lsa, tushdi bu ham.
Yana teparoq chiqadaman hozirroq. Move bilan mana bu qirrasini ushlab turib, tepasini to'g'rilab qo'yamiz. 3Dga qaytganda ko'rishlari mumkin. Mana bu chegarasi bor. Lekin biza kesishimiz kerak bo'lgan joylari bor. Buni keyin balandligi bor. Gradus misol uchun 45 deylik. Mana shunaqa tikaroq forma chiqishi kerak ekanda, bu bog'lanishi kerak oxirigacha keyin. Buni bog'lash uchun bizaga bo'lim bor. Sluhovoy okno degan narsa bor, bu kesib beradi. Lekin buni biza aniq masofada yopishtirib qo'yishimiz uchun izminit bo'limida ham qo'shimcha bo'lim bor. Mana присоединить, отсоединить element degan narsa borda. Tanladinglar shu narsani. Tomni o'sha orqa tomondagi liniyasini tanlaymiz. Yopishi kerak bo'lgan trayektoriyani tanlaymiz. Mana forma bor. Отсоединить element lekin yasamayapti. Sabab mana bu toch tepa chiqib ketganda, bu tochkamizni pastga tushirib qo'yishimiz kerak. Ko'rasizlar, tepa chiqib ketib qolgan. Move bilan xuddi shu tochkani pastroq tushiramiz, yopishtirib qo'ydik. 3Dga qaytganda mana bu yaxshi narsa endi. Mana bunaqa bo'lishi kerak-da. Endi xuddi shu instrument tanlaysizlar. Mana bu tekstli deymiz. Mana bu tekstlikka borib yopish kerak deymiz. Yo'q deyapti. Sabab bu yerda yana shu narsa tanlaymiz. Salgina pastroq tushiraylikchi. Tak. Mana hozir ko'rasizlar, razrez. Mana. Pastga tushdan trayektoriyasi bo'ldi. Endi tepaga chiqib olamiz. Xuddi shuni ushlaymiz. Mana bu tekstlik. Mana bunga. Yo'q deyapti hali ham. Tak tekshiramiz. Qaranglar, tanlandi. Soedinit degan narsa borda, ba'zida ishlamay qolishi mumkin. Soedinit qilib yubordim, ishlayapti. Keyin yana bir marta ichiga qaytaman-da, chizmani sal tortib oldim orqaroqqa. Orqaroq qaytarib oldim, bo'ldi. Yondan qarasak, bu yopish kerak, lekin mantiqan qaraganda yopish kerak bu narsa. Mana bu tekstlikka buni yopishtiramiz. Baribir yo'q deyapti. Tak, razrez qaytamiz bo'lmasa, razrezda bu elementni yakuniy qismi bor-da. Trayektoriyasi bo'yicha sal pastroq tushirib oldik mana. Endi bu yerda har xil omillar bor. Ba'zida yasab bermasligi mumkin-da. Bu balki balandligidan ham bo'lishi mumkin. Shunaqa ehtimollari bor albatta. Tushamiz, bu tekstlikni bunga deymiz. Tak, hozir ko'ramiz. Bu odkaz chiqazib beryapti bizga. Soedinitga qaytaman. Отсоединить element qilib yuboramiz. Mana. Endi qaytadan bitta yopishtirib ko'ramiz. Tak, arxitektura, izminitni bosdik. Xuddi shu element. Mana tekstlikka yopish kerak bizda. Tak, отсоединение element. Qalinligi menimcha ozgina yetmayapti-da. Shunga qo'shimcha qalinlik qo'shsak-chi, misol uchun mana bu narsani men odatda 150 qo'yaman. Qalinligi yetmayapti deshmasam, mana qo'ydik. Tak. Bu tepada qolib ketibdi-yu bu. Qaranglar, mana yerda tekstligi bor edi, Ctrl Z. Mana bu tekstlikni men ushlayman, sal teparoq chiqazaman. Salgin ko'taramiz yana. Mana. Ichidan chiqazib oldik-da, mana qayerdan ko'rsatamiz sizlarga. Teparoq chiqazib oldim. 3Dga qaytdim. Tak, men forma ushaldi. Formada kesilish nuqtasi bor-da. Vertikalni emas, atvisniy qilib olishimiz mumkin. Mana bu tarzda kesishimiz ham mumkin-da. Endi misol uchun xuddi shu narsani ushlaymiz. Bu tekstlikni bunga bog'laymiz, bo'ldi. Sabab bu yerda nega ishlamayapti? Razrezga qaytganda, men bu yerda misol uchun tekstlik bor edi. Bu misol uchun sal pastroq tushadigan ko'rasan bo'lishini. Mana. Tushirdim, tepasi uzildi. Qarasizlar, tepa uzilib qoldi. Sabab mana bu narsa bizga orqa tomoni to'g'ridan to'g'ri bunga tekst yopish kerak deyapti-da. Bu yopishmaganligini sababi bu sal pastroq dedi-yu. Mana bu orqa tomon tekst yopish uchun mana bu tochkasi bundan tepada bo'lishi kerak. Chunki tepasi yopish kerak-ku bu narsa. Mantiqan qaraydigan bo'lsak, mana bu holatda buni yopishtirish mumkin, lekin bu ichiga kirgan vaqtda mana bu yuzasini bunga yopishtira olmaymiz. Kesilib qolish ehtimoli bor-da. O'shaning uchun imkon boricha hisoblanglarda tochkasini aniq joylashtirib qo'yinglarda, keyin yopishtiringlar. Mana bu holatda bunga yopishtirib qo'ysanglar, keyin ishlaydi. Mana ishlayapti endi. Tim bo'li bu narsani vertikalniy variant ishlamadi. Sabab sal pastroqqa tushib qolgan ekan o'qlarimizda. To'g'rilab oldik, bo'ldi. Graduslar misol uchun 45 bo'lish kerak deymiz, tepaga o'sib chiqib qo'yadi. Muammo yo'q endi. Keyingi masala kesish kerak mana shu qismini endi. Orqasini kesib olishimiz kerak edi. Kesib olish uchun arxitektura bo'limida sluhovoy okno bor. Tanlaysizlar. Kesilish kerak bo'lgan tomni ko'rsatasizlar. Vibrot kromka deysizlar. Qayerdan? Ichki qismidan. Mana tanlab oldik. Mana tochkani ushlab oldik. Lekin mana bu yerda liniya yo'q. Sabab bu yerda tekstlik yo'q. Pastdan berishi mumkin, lekin biz to'liq kesib olmaymiz. O'shaning uchun nima qilamiz? Bizda variantlar ko'p. Bu bilan kesish mumkin. Bu bilan kesganda faqat hisobga olinglar. Qancha devor bo'lish kerak edi? Sen misol uchun menga tak 125 lik. Men 100 ligi. Faqat narujniga qaytaraman. Men tochkadan ushlayman, bu tochkagacha deyman.
Tirdiga qaytaman. Mana bu element bor. Bu ikkinchi qavatdan. Buni kerak bo'lsa men присоединить qo'yishim mumkin bunga. Faqat bu to'liq o'sishi uchun xuddi shu narsa tomdan yana ozroq ichkariroq kirgan bo'lishi kerak. Align olib turib, tekstligini bitta o'qqa tushirib qo'yish mumkin. Mana bitta o'qqa tushirib oldik. Tanlaylik endi присоединить qilamiz bunga. Mana. Mana bu tomon chiqib qolgan sabab yon tomon uzoq masofa bor-da. Buni bog'lab olish kerak. Imkon boricha akkuratni qilib bog'lab olish kerak. Ja bo'lmaganda xohlasanglar 2 marta ustiga bosib turib chizmaga qaytish mumkin va chizmaga qaytarilgandan keyin buni kesib olish ham mumkin. Atak yana bitta yo'li bor, misol uchun ichki qismdan qo'yishimiz kerak-ku. Tak, planga qaytganda planda ham bor-da shu joylari. Sal qaytaramiz orqaroqga. Men qaytarib oldim. Buni ko'rishlar mumkin. Bo'ldi. Tak, intervyuga qaytgandan keyin forma bor-u. Agar xohlasanglar formani ustiga 2 marta bosib turib chizmasiga o'tib turib, chizmadan buni eskizniga o'tkazib turib, vibrate line da ichidan kesib olish ham mumkin. Bunaqa yo'li ham bor. Mana bu yerdan betga tepasi kerak emas. Готоваться mana yasaldi. Tushunarli? Agar xohlasanglar keyin bu yerdan xuddi shu instrument ishlasizlar, слуховой окно kesilish kerak bo'lgan tomni ishlasizlar. Vibrate line deysizlar, ichki qismidanmi? Ichki qismini ushlab olish mumkin endi. Meni ham tomni ichki qismida. Mana. Tak, tom. Mana formasi chizildi. Ikkita line qolib ketmasin, bitta line bo'lishi kerak, bo'lib kesildi orqasi. Mana. Tushunarli? Buni ko'rishlar mumkin. Udalit qilib yubordik, bo'ldi. Akkuratni kesib berdi ichki qismlari bilan birga. Bunaqa yo'llari bor. Endi tomni kesishda faqat bu sluxovak emas. Shaxtdan o'zida ham pograni bor. Misol uchun pograni ushladim, kesilish kerak bo'lgan element ushlab oldim. Line olib turib xohlagan formamni chizib ham готово etsam kesib beradi. Bu ham bor. Endi yo'llari har xilda. Vertikalnisi bor, sluxovak mana shu tarzda kesib olish mumkin. Keyin ikkinchi qavatga qaytganda yoki game plan o'tib turib, game planda o'sha kerakli bo'lgan elementlarni ushlasizlar. Men element tushib oldim. Men kopiyasini ochishim mumkin, men mirror qilishim mumkin. Bitta mirror qilib olamiz yon tomonga. Mana tushdi. Mana buni ham o'zini ushlab turib yana mirror qilish mumkin. Bunaqasiga ham. Orqa tomonga faqat nusxasi olingan hisobga olamiz bolalar. Men nusxasini olyapman. View qilib olaman hozir. Qarama-qarshi tomonga tushdi-yu. Lekin bitta masala bor. 3D kesilmadi bu. Kesib olish uchun agar xohlasanglar 2 marta bosgan chizmasidan kelib chiqadi-da. Ham chizma ham bor. Misol uchun game planga o'tgandan keyin bu chizma men tanlandi. Mana tanlab oldim. Buni akslantiradigan bo'lsak, mana tushdi. Готово deyman. 3D ga qaytganini ko'rishlarim kesib beradi. Tushunarli? Ya'ni har bittasini alohida emasda imkon boricha bunaqa sluxovakno berilganda elementlarni imkon boricha bittada berish kerak. Mana bittada hammasiga berib olgan ma'qulroq variant. Ya'ni alohida tanlab chiqmaysizlar. O'zgartirish kerak bo'lsa bittasini ushlaysizlarda, qaysi o'zgarish kerak? Ko'rib so'rasizlar bo'ldi. Tushunarli? Mana forma. Mana shu tarzda yasab olish mumkin. Endi bundan ham murakkablari bor. Dumaloq variantlar ham bor-da. Ularni ham yasash mumkin. Muammo emas. Dumaloq variant qilmoqchi bo'lsanglar, misol uchun menga zapadniy bor, fasad, yon fasad, atak bizada forma adashmasam narigi tomondamidi. Mana bu tomonda ekan. Dumaloq variant kerak. Menga annotatsiya kerak, line kerak bitta. Line tortib olay o'rtaroqga bo'ldi. Paka yon tomondan ham 700 gadan tashlab oldim bo'ldi. Arxitektura bo'limida krishaga qaytadigan bo'lsak, yana xuddi shu krisha ichida extrude variantimiz bor. Tanlaymiz. Extrude olingandan keyin hisobga olinglar, extrude'da biza ko'rsatishimiz kerak qavatni ham. Devor tanlaysizlar. Qaysi fasaddan deydi? Biza vostochniy fasadda ekanmiz. Severniy, yujniy berdi. Tak, bu fasaddan bizga mana bu tomonmidi? Yo, narigi tomon ekan. Narigi tomon vostochniy shu olamiz. Krisha, extrude imya bo'yicha yo'q ekanmi? Imya berilmadi. Devorni aniq ko'rsatish kerak. Mana bu ikkinchi qavat. Okay deymiz, bo'ldi. Keyin menga arka kerak. Arka shu oldim. Arkani men o'zim xohlagan masofa bo'yicha berishim mumkin. Aytaylik 1500 beraman, tepaga ko'taraman. Sal pasaygarroq bo'lsin deyman. Mana bu holatda bo'ldi. Keyin ushlab turgan move bilan buni markaziy qismidan o'rtarog'iga qaytarishimiz mumkin. Mana tekstlik kerak menga. Mana tak, betda yo'li mana shu olamiz bo'ldi. Keyin okay desam tom yasaldi. Faqat bu tom o'sib ketdi nariyoga qarab. Buni qaytarib qo'yishimiz kerak. O'sib ketib qoladi shunaqa holatda. Tak, nima qilasizlar? Game planga qaytganda forma bor-da, bu yoqqa o'sib ketib qolganda tomon chizgan ekan asl olganda.
Qaytaramiz. Mamtochka to'g'rilansin deymiz. 3D'ga qaytib olamiz. Forma bor. Atak formani qaytarishimiz kerak qolgan ham. Nima qilamiz? Yana xuddi shu narsa, izmitga qaytgandan keyin xuddi shu instrument mana bu tochka bu yoqqa yopishsin deymiz. Mana bo'ldi. Mana ko'rishlar mumkin formani. Yana ham qaytarish mumkin. Juda oldingi qanaqadir forma qilib bo'rttirib chiqarsak ham bo'ladi. Atrofida misol uchun yana qo'shimcha devorlari va ustullarni berishimiz mumkin. Keyin oxirida kesib olish mumkin ichki qismini ham. Tushunarlimi? Atak narigi variantimizda tak shunchaki men qaytaman yujniy fasadga. Mana yon tomondan ko'rishim mumkin. Mana fasad instrumentni olib tashlaymiz yonroqga. Buni qaytarish mumkin orqaroqga. Tak, faqat mana bu yon tomon ishlamayapti-yu. Buni move bilan qaytaringlar mumkin boricha. Yonga tortamiz, hozir to'g'rilaymiz shu qismini ham. Tak, keyin yana bu narsa vertikalni ham ответственный bo'lishi kerak. Tak, tanlaymiz, move bilan ishlaymiz. Mana yon tomonga mana shuni to'g'rilab qo'ysak bo'ldi. 3D'ga qaytganda mana ko'rindi. Agar mouse to'g'rilab ko'rasizlar, xuddi shu elementni ushlab turib, mam tekstlikni berib olasizlar, bo'ldi. Keyin xohlasanglar слуховое окно, xohlasanglar pogranni ushlab turib, kesilish kerak bo'lgan yuzdan ushlasizlar, formalarni ko'rsatasizlar, mam tekstlik ham kerak bizga. Faqat men text line olishim kerak endi. Line olib turib, mam tochkagacha deyman. Keyin ichki tekstligini ushlab olishim mumkin mana bu liniyasi bo'yicha, tashqisi kerak emas deyman. Mana bo'ldi. Готов atsam kesib beradi. Bu yo'li ham bor. Tushunarlimi? Mana shunaqa. Savollar bo'lsa aytishlar mumkin. Bitta sizlarga endi ko'rsatadigan narsam hozir. Bitta arxitektura bo'limida krisha bor yana. Krishaning ichida водосточный truba bor. Водосточный tok borda. Ko'rsatamiz qayerda kerak bizga. Tak, ushaldi. Mana krisha. Mana formani aniq ko'rsatishimiz kerak. Mana bitta tushish kerak bizga. Mana bitta bo'lish kerak. Mana bitta bo'lish kerak deymiz. Mana aylantirib qo'yib berdi. Hamma tomonga qo'yib berdi. Soyasi kerak emas. Olib tashlaymiz kerak sizlarni. Mana forma. Bu yerdan zalivga qaytarib ham ko'rish mumkin. Aniqroq yana hamda. Mana shu. Mana tom. Bolalar savol bormi? Tom bo'yicha savollar bo'lsa aytishlar mumkin. Mana savoldik. Razrezda ko'rish mumkin. Mana shu formalarimizni, narigi razrezimizni. Tak, tepadagi elementni o'zini pokazat qilib olamiz. Yondi bu. Keyin ortiqcha elementlar chiqarib olasizlar. Tonka line bitta bosib qo'yasizlar. O'sha ko'rinishni boshlaydi. Razrez oxirigacha ko'ra olmayapti. Sabab ikkinchi qavatga qaytgandan keyin mana bu razrezda ko'rish chegarasi oxirigacha o'tmagan ekanda. Tortib qo'yamiz oxirigacha bo'ldi. Mana ko'rishlar mumkin. Endi ko'rindi. Faqat bitta elementlar juda ham bir qo'pol ko'rinyapti-da. Buni ham to'g'rilab qo'ysak bo'ladi mumkin. Tak, bu yerda men nima qilardim? Birinchi navbatda отображение grafikada ten to'g'rilab qo'yardim, естественно, ten qo'yardim. Освещение bo'limiga qaytgandan keyin освещениeni 10 darajaga to'g'rilab qo'yardim. Применить, okey, mana. Balki hamma elementlarni tanlab turib, shunchaki bularni o'zini ichiga kirib turib, o'zgartirib qo'yishim mumkin. Proyeksionniy liniyasi 1 bo'lsin deyman. Okey desam, razrezga tushmagan elementlar ingichka ko'rinishni boshladi. Tushunarlimi? Mana ko'rishlar mumkin. Tomni o'sha asosiy elementlari bilan yasab ko'rsatib qo'ydik. Parapetlari bilan hal qilganimiz yo'qlar, balki xudo xolasa amaliyotga o'tganimizdan keyin o'sha proyektimizdan juma kundan boshlaymiz. Juma kundan har bittasini ketma-ket ko'rishni boshlaymiz. Tushunarli bolalar, savollar bormi? Tak, Said Afro, savol bormi sizda? Aziz aka, sizda savollar bormi? Ya, chatga kirib, lekin savol berishmayapti. Savol bor edi. Eshitaman. Mana beryapmiz-ku yog'ochlarni anaqalarni. Aha. Ularni yanada mukammallashtirib bersa bo'ladi. Misol uchun boltlarni, nimadirlarni qotiradigan joylari bo'ladi-ku o'zini. Aha. Ayirni chastda uzilib beriladi. Misol uchun xattinda belgilanadi. Mana bunaqa qotirasan. Sviplarni misol uchun hozir arovch suv ichayotgan liniyalar bor-ku. Водосточный truba. Mana hozir ko'rsataman. Shunga o'xshagan bitta chizma qilgan deymiz bolalar bilan. Qilsa bo'ladi. Bo'ladi, faqat vaqt ketib qoladi. Ustida ishlayversa, ancha ish qilsa bo'ladi. Lekin men rasm ko'rsataman. Qanaqadir modelli nimasi yo'q-a, qo'yib yuboradigan. Tayyor modellar ham bor. Tayyorlarni olib ham, umuman olganda Revitda to'liq bold, gaykasini ko'rsatish mumkin. Nima qayta ketgan, hammasini ko'rsatsa bo'ladi.
Mana bu chizma bu o'sha fasadniy sistema bo'yicha qilingan. O'tgan yil Imzo zavodida dars o'tgandim shu sistema bo'yicha, lekin men bu sistemani professional emasman. Menga o'rgatishgan shu sistemani o'sha Imzo zavodini o'zi o'rgatishgan. Men ularga faqat Revit o'rgatganman-da. Mana. Bu ham hali unaqa detalni ishlanmagan. Bu ham chuqur ishlanmagan-da. Biza keyin ko'rganmiz, даже boltlarni qotirishni ko'rganmiz-da. Bittalar boltlari qo'yilgan buni. O'zining kronshtaynlari bor, boltlari bor, ankellari bor, elementlar ko'p edi. Har bittasini qotirib chiqsa bo'ladi. Mana bu yog'ochda ham hozirgi elementni o'zida qotirilishlarni hammasini qilsa bo'ladi. Faqat endi ustida ishlash kerak. Ko'proq vaqt sarflash kerak-da. Tushunarli-a? Endi asosan bunaqa chuqur qilinadigan sistema ko'pincha fasadni sistemada ko'rdim. Revitda ishlanganda shu fasad sistemani chuqurroq ishlashar ekan. Sabab zavodda o'sha kesish kerak, misol uchun sizlar paket kesish kerak razmerlari bo'yicha. Yoki profillarning razmerlari aniq bo'lishi kerak-da. Bitta xato ketganda mingtalab profillar chiqadi, misol uchun. Bitta kesilganda. Katta rasxod bo'lib ketadi, o'shaning hisobiga bittalar millimetrlab chizib chiqishadi har birini. Fasad sistemada juda aniq bo'lishi kerak. Ob'yomini hisoblab bersang bo'ladimi bu yerda? Bo'ladi. Misol uchun, mana bu yerda bizda yog'och bor edi. Aytaylik, mana bu yog'ochimiz bor. Tak, bu karkas nisush yozilganda. Bizda bo'lim bor. Vedima spesifikatsiya degan bo'lim borda. Bu spesifikatsiya bo'limini qaytamiz. So'zlar spesifikatsiya kolичество bosishimiz mumkin. Taxmin shart emas. Keyin bizga nima kerak? Arxitekturniy emas, konstruktivniy element kerak-da. Karkas nisushi degan joy bor mana shuning ichida. Tushamiz, mana karkas nisushi. Mana impuls degan narsa bor, bu vitrajni profillar. Karkas nisushi kerak, kolonna ham bor dachi. Nisushi tanlaymiz. Keyin so'raydi, nimasi kerak deb so'rayapti bu yerda. Men tushaman pastroqga. Misol uchun menga kerak bo'ldi. Izobrazение qo'shib qo'yish mumkin, tiporazmer qo'shishimiz mumkin. Marka tiporazmer bor. Berilganda modellari, ob'yomi, kubi kerak emas bizga. Bizga bu yog'ochda uzunligi kerak edi. Yana tushadigan bo'lsak, tak pokritiyani so'rayapti, ob'yom kerak emas. Yana tushadigan tip kerak bizga. Men qo'shishim mumkin stoyimiz. Narxini ham qo'shib chiqarishim mumkin bu narsani-da. Tipi qo'shildi, kolичествосini qo'shdik. Bularni keyin o'zining razmerlari ham bor-da. Alohida razmerlarini ham chiqazib bersa bo'ladi. Lekin ba'zi elementlarda razmer degan parametr ishlamasligi mumkin. Misol uchun, men bu yerda men ko'rmadim-da. Dilinasi bor, lekin shirinasi, misol uchun talshinasi degan narsalar bor-ku, qalinliklari. Bu bo'yicha ma'lumot chiqmayapti bu yerda. Endi shunaqa ma'lumotlarni kerak bo'lsa biza semestr yasalganda semestrning ichida chiqadigan qilib qo'shib qo'yishimiz mumkin-da. Ya'ni alohida chuqurroq kirilgan semestrlarda yodda chiqarish mumkin, yana ham chuqurroq chiqarishimiz mumkin. Misol uchun, men bu yog'och bor. Lekin ichiga kirilganda men bu yerda misol uchun mana B, D yozib qo'yibdi-yu. VD. Bu razmerlarni biza o'zgartirish qilingan, lekin bu jadvalga chiqmaydi. Mana bu vedimizda chiqmaydi-da. Kerak bo'lsa mana shuni ham vedimizda chiqadigan qilish mumkin. Keyin har bitta element tanlanganda elementlarda markirovka tiporazmer degan joy bor-da. Ya'ni bularga marka berish mumkin. Misol uchun aytaylik, buni markasi tagoq razmer qo'yishimiz ham mumkin-da. Markasi aytaylik D-1 deymiz misol uchun. Okey deyman, ketdi. Keyingisi bor, tanlaymiz, chekiramiz. Markirovka tiporazmer D-2 deyishimiz mumkin. Mana okey deymiz, bo'ldi. Endi jadvalga qaytganda mana yerda D1, D2lar bo'linib qoldi, 2 ga bo'lindi. Bularni biza sortirovka bo'limidan markirovka tiporazmer bo'yicha bo'lib ber, keyin tipi bo'yicha bo'lib ber deyishimiz mumkin-da. Aytaylik, menga markirovkasi kerak. Okey deyman, markasi bo'lib berdi, lekin bitta qatorda bir nechta, ya'ni aytaylik, menga D1 dan ko'p element. Bitta qatorda sig'dirib ber desam, sortirovka qaytganda для каждого ekzemplyar bor. Bu kerak emas deymiz. Okey desam, mana D1, D2 va men bitta kolичествоsi 45 dona shunaqa element bor ekanda. 3D ga qaytganda men tanlab beryapti o'sha sraz buni. Menga tom kerak emas tepasi. Tanlayman, script qo'yaman. Endi qayerdan tanlaydigan bo'lsam, 40 ta ekan bunisi. Mana bu reka ekan deyapti. Hammasini bularning uzunligi bor-da, dilinasi. Paranchirovaniya qaytgandan keyin dilina tanlanganda вычислить итог qo'yamiz, ya'ni общийsini chiqazib ber deymiz. Okey deydigan bo'lsak, mana bu yerda millimetrda kelib chiqyapti uzunligi ham. Yana qo'shimchasiga paranchirovaniya qaytganda dilinani deymiz, format polya bo'yicha bizaga millimetrda, faqat обозначениeni ham ko'rsatib qo'y deymiz. Okey deyishimiz mumkin. Agar xohlasam metrda ham ko'rsatish mumkin. Metrda, misol uchun metrda qo'yib ber deyman. Metrdan keyingi ikkita raqamni ham, ya'ni verguldan keyingi raqamni ham ko'rsat deyman. Okey deyman.
okey desam mana 105 metr u 1097 metr. Tushunarlimi? Qaytadan bo'lsak, formani to'liq uzunligi qanaqa turga bo'lingan, buni narxini ham ko'rsatib qo'yish mumkin. Aytaylik 1 metr aytaylik. Bu narsa bizaga 25 u unda 138 dollardan tushsin deymiz. Mana. Da deyman. Mana bunisi kichkinasi bor edi. Bu misol uchun 4 dollar deylik bu yerdan. 4 emas, bo'lmaganda shu narsani 4.5 deymiz. Mana. Bu stoyimiz suv, lekin stoyimizga biza общийsini qo'shib berishimiz mumkin. Ya'ni bunga formula qo'shib qo'yib, mana bu faqat 1 metr narxi. Mana bu ham 1 metr narxi. Lekin biza buni metrga ko'paytirilgan holatdagi summasini chiqazmoqchi biza. Uning uchun nima qilamiz? Poliga qaytish kerak. Faqat stoyimizni pastga tushirib qo'yaylik. Oxirida ko'rinsa, mana bu yerda ko'rinsin deymiz. Bunda rangini kerak bo'lsa, tonirovniy rejimdan sariq rangga, salgini sarg'aytiribroq o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Mana bu yop qo'ydi rangini. Endi menga общийsi kerak, summasi kerak edi. Poliga qaytganda xuddi shu qismda yana pastda добавить расчетный parametrimiz borda, tanlaymiz. Misol uchun tak biroz qo'yaylik bo'ldi. Tak kategoriya opshida tip числоda emasda menga dengiz kerak. Ya'ni bu narsa narx-navo bo'limida ishlash kerak. Bilasizlar, hayotda ham prosta biza 1 metr narxini umumiy bizga nechadir kerak yog'ochimizga. Yog'och aytaylik bizga 10 metr kerak bo'lsa, o'sha metrni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda ham xuddi shu narsa bor. Stoyimiz qo'yasizlar. Mana 1 metr narxi joy qoldirdik, ko'paytirib joy qoldirdik. Endi bu yerda nima kerak edi? Длина kerak. Faqat bo'lingan nima? 1 metrmi yoki-da yarim metrmi? Shu narxni ko'rsatishimiz kerak. Aytaylik, men hozir 1 deydigan bo'lsam, qaylar 1 yozdimmi? Okey deyman. Okey deyman. Variant bo'lib qoldi. Faranshira variant qaytgandan keyin xuddi shu oxirgi qismda ham вычислить qo'yib qo'yasizlar. Okey deysizlar. Mana bu summa umuman tushunarsiz summa kelib chiqadi bu yerda. Buni to'g'rilash kerak lekin. Tekshiramiz. Formatirowaniya. Oxirgisini tanlaymiz. Format polya. Tak. Bizda dengiz ikkita, ya'ni verguldan keyin ikkita raqam ko'rsatsin dedik. Bu bizda dollar SHda bo'lishi kerak deymiz. Okey. Lekin baribir juda katta-da. Summa juda katta chiqadi. Sabablari bor buni. Sabab polyaga qaytganda, xuddi shu qismda qalamcha bosilgandan keyin mana bu 1 millimetr bo'lib qolgan. Ko'ryapsizlar? 1 yozgandik, bu millimetr bo'lib qolganda. Chunki bizda proyektimizda o'lchov birligi metrik sistemada bo'lishidan qat'iy nazar o'zlamagan metrikda, lekin proyektimiz millimetrda ishlayapti-da. Demak, bu yerga yozishimiz kerak ekan. Bu 1 millimetr uchun emas, bu 1000 millimetr, ya'ni 1 metr uchun deb aniq ko'rsatishimiz kerak. Okey deydigan bo'lsam, summasi kelib chiqyapti. Tushunarlimi? Mana bu umumiy summasida. Idaji buni rostdan ham shunaqa hisobladim, ko'ramiz hozir. Tak, bizda 224.176 ko'paytirilgan nechilu 4.5. Mana summasi bir xil chiqyapti. 41 42 deyapti bu yerda. Mana bu 41 42 qayerdan kelib chiqyapti desanglar, balki mana bu dilinada 6 dan keyin ham raqam bo'lishi mumkin-da. Tushunarlimi? O'shaning hisobida farq qiladi. Atak mana bu hozir aniq chiqazib beryapti-da. Idaji men yaxlitlab olishim mumkin. Mana bu 224 metr emasda 225 metr qilib ko'rsatib boraman deyishim mumkin. Ya'ni shunaqa parametrlari bor, ichidan to'g'rilab yaxlitlab olsak ham bo'ladi. Misol uchun Fransiyavaniya qaytganda длина format polyada metrda, lekin menga yaxlitlab to'liq ko'rsatib ber deyman. Okey. Endi qaraysizlar. 224 degan joy bor edi. 225 bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Lekin summa o'zgarmaydi. Chunki men aytdim, ichida bo'lgan bu biladi-da. Misol uchun Excelda bilasizlar-ku, smeta qilinganda ham narxi 99 bo'lsa, lekin 99 dan keyin raqam bor. Xuddi shu narsada bu yerda ham. Mana buni siz yaxshilab ko'rsatishingiz mumkin, lekin men bu yerda summa aldonmaysiz. Summa aniq ko'rsatib turadi. Tushunarligan bolalar. Yana savollar bormi? Shunaqa qo'shimcha qismni hozir ko'rsatib o'tdim sizlarga. Xudo xolasa biza to'liq hisob-kitoblarni bo'lganda narx-navo chiqazmaymiz. Lekin ayirga taalluqli bo'lgan hisob-kitoblari bor-da. Ularni ko'rib chiqamiz. Misol uchun kvartira grafiyalari bor, pollarning hisob-kitobini berishimiz kerak. Laminat qancha kvadrat ketgan, yoki-da kafelar qancha kvadrat ketgan. Bularni tiplarga bo'lib, hammasini akkuratni ko'rsatib chiqishimiz kerak bo'ladi. Savollar bo'lsa, aytishlar mumkin. Bugungi mavzularni o'tib bo'ldik. Xudo xolasa keyingi darslarda yana ba'zi bir elementlarni ko'ramiz. Keyin sizlar bilan nasib bo'lsa proyektimizni juma kundan boshlaymiz. O'sha bugun 4-dars. Xudo xolasa yana 2 darsdan keyin proyekt boshlaymiz bolalar.
Savollar bo'lsa aytishinglar mumkin. Tak. Savol yo'q-ku. Bo'lmasa bolalar keyingi darsda ko'rishamiz sizlar bilan. Aka, stop.